Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmələr. Yeni bir qatımlıq uçuq söhbət proqramımızı görüşünlərini qarşıladığımız mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmələrimiz, əlbəttə həmmanlığı məlum bolğandək biz yıllardan bu yan davamlaşdırıb gələtqan bu proqramımızda millətimiz içindəki xilma-xil sarxillərimiz deməklə siyasətçilər olsun, məyli dini alimlərimiz olsun və ki başqa hər xil ilmi sahələrdə xidmət qılıyatqan avangardlarımızı təklif qılıb milletimizə əlaqədar bolğan xilma-xil mavzularda söhbət qılıb kelyatımız. Bugün bu şunun cümləsindən tünügün biz elanımızda bəgəndək intayın mühim bir mehmanımız bilan axbarat yanında ötən 30 yıl temasında söhbət qıldığanlığımızı elan bəgəndik. Əlbəttə elanımızdan körüplam, rəsmini körüplam nurgulduruğla bugünkü mehmanımdan kim ikənligini əlbəttə xalqımız köpüncüsü bilidi, vətən iki sırtı tunulğan tam şu, mesela qısqa mən kirsəm qağını əlbəttə özünü anlayımız. 96-cı ili şu atalmış Şinjan televiziya stansının ki Tanrıtaq Qonçular proqramması da şu vətəndə bəlkə 80-ci il və ondan keyin toğulğanların hamısına aid köp yaxşı bilimiz. Faqat ösmürlərimizlə məhliyə qılğan emas. Hatta çoğunlarımızın tarafına ait yaxşı görüp o programını yıllarca takip etələ çıxıb ketken vaxtdıqca xalqımız qalbida orun ağan bir tunulğan riyasetçi şundaqla çətəlgə çıxan deyken əlbəttə Erkin Asiya Radiosunun ki izchil şüyədə xizmət qılıbatqanlığını hamımız bilimiz, xizmət kərgərlikini. Tünügün itibarı bilan əlbəttə bu Erkin Asiya Radiosunun ki məsələlərimi xildən bu yan xalqımızı xəbərlərini berib tutduq, xalqımızı bir aram qılan bir iş oldu əlbəttə. Tünügündən bu yan sabıq müxbirə ayınıb qaldı Gülçöhrə xanım. Və 2019-cu ildə Xalqara Magnitski Adalet Hərəkəti orqan tərəfindən Sergey Magnitski kişilik hüquq mükafatına erişkən 2020-ci ildə Xalqara Ayollar Axbarat Fondu təsis qılğan axbaratçılıqdakı cəsarət mükafatına erişkən Erkin Asiyanın sabıq müxbiri Gülçöhrə Hoca xanımını təklif qıldıq. Qimmatli vaxtdan çıxarıb Amerikadan ziyaretimizi qəbul qılğanlıq üçün köp rəhmət etdiniz aldı bilan. Assalamu alaykum. Abdullah, qanday ahvolingіз? Assalamu alaykum. Qadrli ko'rurmanlar. Meni shunchalik go'zal bir tanishtirish bilan dabdabalik bu sahnaga olib chiqdingiz. Xo'shalman yana bir tarafdan, ya'ni temangiz 30 yil ya'ni hayotini şu muxbirlik, yani axborot sohasiga bag'ishlagan degan 30 yil degan so'z meni nurg'un xiyollarga cho'mdiryapti hozirning o'zida. Shunga bak hayajonlanib ketishimdan avval umid qilmay oldi bilan shu barliq Istiqlol televiziyasida ya'ni shundoq tirishchanlik bilan har xil sharoitlarga qaramay izchil xizmat qilib kelayotgan siz va siz boshliq barliq muxbir xodimlarga chin qalbimdan tashakkurimni, hurmatimni bildiraman. Rahmat. Allah razı olsun. Biz rahmet etimiz. Elbette sizni tanıştırış için program tayyorlash jarayonida elbette biraz bir muqaddima şekilde bir narsa sunay desem belki bir yarım saat sizning kelqa. Nima olsa o'qisam da shoma o'zingizni inshaalloh sizga beraman so'zni endi birdamda ekan. Çünkü nurg'un vatan ichidami, sirtidami qilgan nurg'un xizmatlaringiz va albatta program jarayonida anglab o'tamiz. Ko'pdan ko'p rahmat bizga qilgan so'zingiz uchunmi? Qo'limizdan kelgancha albatta oxirgi tiniqimizgacha bu vatan uchun, millat uchun xizmat qilishga davom qilamiz. Qadrli ko'rurmanlarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilyotdi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy fikr vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, so'rash, o'tirib qo'yishinglarni, savollaringiz bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizdan foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Unda bo'lsa, boshlab ketaylik. Men 5-da albatta nurg'un masala, masalan, ba'zi asosiyatdan qolganini sizga so'z bersam, chunki hattoki men abay deyishni unutib qolibman. Tünügün dünyan elbette biz tünügün telefonda görüşdük siz bilan hamda. Erkin Asiya'nın sabıq resmi xatını topshirganligingizni dedingiz. Sabıq muxbiri sifatida bundan keyin inshaalloh yana millatimizga xizmat qilishga davom qilasiz albatta.
ve 2016 yıldan başlap her yıl dünyadaki en tesirlik 500 Müslüman tizimlikidimi orun elip kelgen bir hemşirimiz. 2020 yıldan bu yana Oslo şu bir neçe katım Oslo forumudumı vatanimizga alaqadar meselelerini söylep kelyapmiz. Hem de qalgan meseleni sizden anlagan bolsak, sizninki elbette körülmelerimiz vatan iki sırtida sizni tunup kelgen ta şu yaşlı devrinizden tatip siz ekranda izchil holatda keyin chet chiqqandan keyin radio orqali ko'proq xalqimiz bilan xizmat qilib xalqimizga xizmat qilib keldingiz. Endi buni biz hattoki oilangizning dadingiz bo'lsin vatanimizda tunilgan tunji arxeolog bo'lish sifati bilan uning vatanda qilgan ish izlari nihoyat ko'p. Bu oilangiz sizga ko'rsatgan mayli vatan ichida qilayotgan xizmatlaringizga, vatanning sirtida hozirgacha qilgan xizmatlaringizga mu ko'rsatgan albatta nurg'un ta'sirlar bor. Sizdan bir anglagan bo'lsak, oilangizni, sizni o'zingizdan og'zingizdan bir anglagan bo'lsak. Rahmat. Ben doğruluk asasen eğitildiğin sözlerinin hemsini degidek qilib boldunuz, Abdullah. Hem de bana özümni maqtaydigan bir fursat yarataydı hep sizde. Andamışsın. Tani özünüz aytgandek 70 yıldan keyin, yani 80 yıl, 90 yılı tug'ilgan bolalar üçün mening yüzüm, ovozim tanışlıq bo'lishi mumkin, chunki Şinjan televiziyasidan iborat Abdun rayonidagi, ya'ni Xitoyning qurgan qandaq televiziya, radio hammasi Xitoy Kommunist partiyasining tashviqot quroli, shu sifatida eng cho'ng tashviqot quroli, ya'ni Şinjan televiziyasida shu bolalar programmasi ta'sis qilish va uni boshqarish va uni riyosatchilik qilish fursatlariga erishgandim. Ya'ni atalmış Şinjan, yani Sharq Turkistondagi pedagogika universitetining til adabiyot kasbini bitlagandan keyin o'tda qizg'inlik bilan shu televiziya sohasiga kirishdak bir orzuyimni amalga oshirish uchun o'zim jur'at qilib baqdim, ya'ni o'zimni tanishtirib bu televiziya stansiyasiga bordim. Dastlab o'ngishli bo'lmadi, chunki u yerning odam elish xizmatlariga mas'ullar Xitoy edi. Shuning uchun dastlab borganimda meni rad qildi. Ammo keyin u davrlarda, yana 80-90 yillar, 2000 yillarga qadar nurg'unlagan idoralarning qo'ldan ish keladigan boshliqlari asosan Uyg'ur bo'lg'ash, o'z vaqtidagi radio televiziya yani idorasining bosh idorasining boshlig'imi Abdulaziz Abdurahim apandi edi. Shu o'z vaqtida u odam meni qabul qildi. Qilgandan keyin men orzularimni aytdim. Nima qila olasiz qizim? Masalan, bizning televiziya stansiyasiga kelsangiz, o'qituvchi bo'lsangiz yaxshi emasmi dedi. Dedim, bizning bolalarimiz jiq narsalarni o'rganish kerak, o'zining tafakkurini, erkin fikrini joriy qildira olish kerak. Men o'yladimki, sinfda o'tirib bir qancha 10 balani o'qita oladigan, men nima uchun necha yuzlagan, necha minglagan balalarni o'qita olmayman. Shu televiziya eng yaxshi qurolga o'ylasam, uning ustiga hozirgacha Uyg'ur bolalarining bir maxsus televiziya programmasi yo'q. Xitoy markaziy televiziyasininki riyosatchilarining programmalarini ko'ramiz. Amaliyotda bizdan shunday bolalar riyosatchilar chiqdi. Bizning bolalarimiz shunday aqlli, nima uchun o'zimiz qila olmaymiz dedim. Shuning bilan yana cho'nqirlab savol so'radi. Undan boshqa nima qila olasiz qizim dedi. Men dedim, o'zimizning Uyg'ur xalq cho'chaklari bor, tepishmoqlari bor, nurg'un kitoblarimiz bor, shularni karton ishlab o'zimizning bolalarga qo'yib bersak bo'lmadimi? Nima uchun chet elning karton filmlarini bizning bolalarimiz tanimiz, o'zimiznikini ishlab ko'rsasak texmi yaxshi emasmi desam ta'sirlandi. Shuninglar qila olasiz qizim dedi, qilma dedim. Shuning bilan meni unda olsa shu televiziya, Şinjan televiziyaning san'at bo'limiga kirayim deb bir xat yozib berdi qo'limga. Xatda nima yozilganini bilmayman. Akirdim, qisam shuning bilan bolalar programmasi gruppasiga meni bo'ldi. Aslidagi bolalar programmasi ish ta'tillarda bolalarga bir qancha oyda bir muqarrarsiz, muqimsiz programmalarni ishlab kelayotgandi. Parlaylisi degandek bizni ko'ratdik-ku. Shuninglar bu bo'lim kirgandan keyin muntazam har haftada 35 minut
Şu balalarga qaratilgan, ya'ni maxsus tili chiqqan, ya'ni tafakkuri yetilgan va undan boshqa hatto o'rta maktabgacha doirada yosh o'smirlarni nishon qilgan bir Tangirtog' g'unchilari nomli programmani ta'sis qildik va o'zim rejissor ham buning ssenariy yozuvchiligi va riyosatchiligi degandek bir qancha xizmatlarni o'z ustimga ishlab ketdik. Hayotimdagi eng xushal, eng o'zimni natijalik va baxtli his qilgan davrim shu bolalar bilan o'tgan, ya'ni Shinjong televiziyasida ishlash sababli o'tgan bir davr deb qarayman. Anchaki xalqim uchun ish qilgan bo'lsam, shu bolalarni kuldira oldim. Orzularini deydigan, ya'ni deyishga jur'at qilib yetakladim deb o'ylayman shu davrdagi bolalarni. Şuna hozirgacha chet ellarga chiqqan agashkuchilarimmi ijtimoiy taratqular orqali meni izlab, tepib, xat yozib, siz bizning bolalik, ya'ni davrimizning bir xotirasi, siz bizning bolaligimizda sinoyingizda shuni ketib qolgan deganlik go'zal jumlalar bilan meni aslaydi, men bilan qayta aloqa bog'laydi. Ana shu bog'langan mehr, rishta hatto bugunga qadar shu muxbirlik xizmatimni davomlashtirishimda intayin cho'ng rol o'ynadi. Bu yüzden shu agashkichi, ya'ni bolalik, o'smirlik davridan ta hozirgacha menga agishib kelgan, hurmatlagan, mening xizmatimni qo'llagan, qadrlagan har bir Uyg'ur avlodlarga, ko'rurmanlarimga, anglag'uchilarimga tashakkur etaman. Xo'sh. Pek qisqanam tushundirdingiz, albatta. Men ham de yana ko'rurmanlarimizga bu yerda men tunugim shu sizning tarjimonangizni to'rlardan biraz bir yana bir sirib supurib baxtim chomni ko'raydim. Eng yaxshi ailangizdan tatib eng tafsiliy holatda tushundigan maqola mencha shu Abduvali Tursun efendimning El qalbida po'raklagan Gulchehraning hikoyasi nomli uzun maqolasida nihoyat tafsiliy holatda tushuntirilibdi. Sizning taki hozirgi Erkin Osiyo radiosidagi xizmatlaringizga bo'lgan butun vatanning ishchi sirtamisiz. Shuni tafsiliy holatda ko'rmagan ko'rmalarimiz bo'lsa bu yerdan tavsiya qilaman. Ham bu yerda men shu nimani sizning nimangiz o'qish jarayonida men hozir shu 96-yili shu 7-oy deymanqa Rin familiyalik Xitoyning qishig'i bir muncha diplomdan shu qapqon turib demak shu davrlardan tatib, ya'ni bu Xitoyninki albatta ishg'oliyatdan tatib bizni qanday yo'qotish uchun tirishayotganligi aniq masala. Shunda qobiliyatli kishilarimizni shu yerda bir narsani ipingizni tatib olgan bo'ldim. Xo'sh. Bu maqola siz aytgan shu maqola 2015-yili yozildi deyman. Abduvali efendi meni bir ziyorat qildi. Shu yoshlarga bir ilhom bo'lsin sizning ko'rsatgan fidokorligingiz, qilayotgan xizmatlaringiz deb. Shu vaqtida shu Rinning hikoyasini alayda tavsiya qildim. Mushuni qistirib o'tishingiz kerak deb. Chunki ayni vaqt, ayni davrlardan tatiblar milliy kamsitishga uchraganligimizning bir misoli. Mayli men qanchalik yaxshi o'qib ketay maktabda, Uyg'urli bo'ling, mayli siz qanchalik natijalik oliy maktablarni natijalik tuttiring, qanchalik iqtidoringiz bo'lsin, shu davrlarda o'zingiz orzu qilgan xizmatlarga osonlikcha kiramatdingiz, chetga qilatdingiz. Chunki xizmat o'rinlarini butun shu Xitoylar egallashga boshlagan bir davr. Chunki nopus yutkazish siyosati eng kuchlangan shu 90-yillarda. Ipingizni tatib oldim, kechiring. Ya, masala yo'q o'sha. Hamda albatta mishadi yana biraz yana bu siyosatninki siz hamda shu yerda 6 yil ishladingizmi? Uning oldiga endi masalan kinolarda rol olish va boshqa Xitoyning masalan Xitoy o'lkalariga berib har xil programma ishlash, riyosatchilik qilish jarayonida siz his qilgan nurg'un milliy kamsitish farqlarni his qilib bu yerda hatto shu Abdur shunday deydi shu vaqtda tasvirlagan maqolada sizni shunday tasvirlabdim. Uning ichida bir isyon, vijdon cho'qani uni to'xtamay qiynaydi degan bir jumla diqqatimni tortgan bo'ldi.
Şu neslen nimelerni his qilgandingiz şu vaqtda masalan şu Xitoy o'lkalariga berib ishlash jarayonida nurg'un riyosatchilik qilish, Xitoy tilida riyosatchilik qilish jarayonida uchirgan shu vaqtdagi narsalarning biri eslab o'tgan bo'lsangiz. Damallıqqa bək jiq narsa isim kelmedi, amma vaqtingizni jiq almaslik uchun men bir qancha misol o'tay. To'g'ri bu Xinjiang televiziyasidan iborat bu eng kuchli Uyg'ur elida Xitoyning eng jiq mablag' soladigan tashviqot qurolida xizmat qilish fursati menga butun Uyg'ur elini aylanib chiqish yani program ishlash jarayonida har bir yez bulun pushqaqlargacha berish fursati yaratgan. O'zimni haqiqiy Uyg'urligimni mundaqcha aytganda men Urumchida tug'ilib o'sdim bu. Shu Qashqarning yezlariga borganda, Xotanga, Qumulga, Turponga mushu joylarga borganda haqiqiy his qilgan. Chunki siz shanba bozor, dushanba bozor degandek o'xshamagan bozorlarni suratga oldik. Hit mezgilda hit namoziga ketayotgan Uyg'urlarning ko'rinishlarini olamiz deb shu hitga jamoasining ustida turib apparatlarni tiklab shunday olgan vaqtlarimiz bor. Haliqi dengiz do'lqini bodam chimanda kiygan odamlar do'lqinda yurgin tang do'lqinlaganda biz mushunchalik chiqdir insonlar ekanmizku deymiz. Chunki o'zingiz bilasiz 90-yillarda Urumchining nopusida asosli qismini Xitoylar egallab bo'lgan 80% yetandiki shu vaqtlarda. To'g'ri. Hozirgi 90%dan yetdi. Shu uncha jiq Uyg'urni biraqli bir yerda ko'rmagan bo'lg'achqa Urumchida cho'ng bo'lgan men. Ajoyib hayajonlangan va kimligimni shu vaqtda topgandek his qilgandim. Va har bir yezlarga borgandiki bu xalqimizning go'zalligi, ilk mehmondo'stligi, qalbining pokligi meni davomli ta'sirlantiradi. Siz Xitoylar bilan ishlab, Xitoy shaharlarini aylanib, ular bilan muomala qilish jarayonida tabiiy holda o'zingizning xalqi, o'zingizning kimligini selishtirgansizda, bu selishtirish meni xalqimdan, millatimdan texmi faxrlanadigan birsiga aylantirdi mundaqcha aytganda. Men uningdagi bularning turmushidagi alayidliklar, farqlar, bular o'xshash bir davlat chegarasida, o'xshash bir davlatning kimligini ko'tarib chiqqan insonlardagi uchrayotgan muomalaning o'xshamasligi, turmush saviyasidagi farqlar, siyosiy besimlardagi o'xshamaslik, bularning hammani selishtirib, biz bular bilan qat'iy o'xshamaydigan insonlarmiz va hech qachon biz Xitoyning bir qismi, Xitoylar yoki bizning bir qismimiz bo'lamaydi degan ideya shu vaqtda shakllanib bo'lgandi. Chunki men hatto Beijingdagi markaz televiziya stansiyasida praktik qilish, ishlash fursatlariga erishgan. Bu vaqtda mayli mening Xitoycha saviyalarim hatto Xitoylardan yaxshi bo'lsa-mu, baribir peshonamga Xinjiang degan tamg'i besilganligi uchun hammasi amalba kamsitdi. Ashtaqlat eng maqtagan vaqtimi qanday desangiz, "Hey sen hech qachon biz ko'rgan Uyg'urlarga o'xshamaydi ekansan, sen bizga o'xshaydi ekansan" deydi. Demakchi bu biz seni e'tirof qildik, qabul qildik degan eng cho'ng maqtishi bularni sizni o'zingizdan ayirib chiqish, ya'ni kimligingizni yo'qotib etganda andin o'zlariga o'xshata oladi ekanda bular. Shu narsalarni his qilgandan keyin tabiiy bir qarshilik qalbingizda. Chunki o'zingizning kimligini o qadar so'ygan, o qadar g'ururli bir inson bo'lish sifatingiz bilan sizni kamsitganda u chaqda bu isyon qaynashga boshlaydi ekan. Anan keyin yezlarga bordik. Masalan, Uyg'urlarning chiroyli aqlab qo'ygan tomlarga, uylarining tomlariga bir farzandlik bo'lish davlat siyosatidir. Milliy bo'lgunchilikka qarshi turaylik. Aqchi ko'kchi degan siyosiy tashviqotlarni shundoq xatlar bilan Xitoycha Uyg'urcha yozgan. Xitoyning shaharlariga bordim, u qat'iy undaq bir narsani ko'rmadim. Yo'q. Siyosiy uyg'unish deb dehqonlarni to'plaganlarini ko'rmadim. Undan keyin bir qitim Xinjiang televiziyasi bilan bu markaz televiziya stansiyasining Aq Altun, ya'ni Aq va Qora Altun degan bir programmasiga Xitoycha riyosat, Xitoy tilida riyosatchi bo'lishga tanlandim. Mushuni ishlash jarayonida butun paxta terilayotgan, ya'ni vaqtida Xitoyning siyosati bo'yicha Uyg'ur elining hamma yerini
paxta bazası qilishga boshlagandim. O'sha Oqsu, Ko'rla, Qashqa hammaga bordik. Bu jarayonda men dehqonlarning qanchalik ezilganligi, qanchalik noroziligini o'z ko'zim bilan, o'z qulig'im bilan angladim, his qildim, ko'rdim. Hatto bir qitim bizni Oqsuninki Obodda bir cho'ng o'sha yezning ismini Qizil yezi deyman. Shu yerda paxta kivaz deyotgan Uyg'urlarni suratga olamiz deb planlaganki, bu Aqsu Partkomning bu yeziga buyruq tushiribdi avtonom rayondan markazdan televiziya stansiyasining muxbirlari kelyotdi, darhol shu kivazlikka odamlarni chiqaradi. Biz masalan tushdan keyin soat 4da suratga ilishni tanladik, chunki bakchin issiqda va yoki bak atdiganda yaxshi bo'lmaydi deb, sal kun o'taganda olamiz deb desak, ilk yezning Uyg'ur kadrlari va Xitoy kadrlari bütün yezliklarga labada Kanayda shunday markaz televiziyasidan muxbirlar kelyotdi, atdigan soat 7gacha bütün eng chiroyli kiyimlaringlarni kiyib kivazlikka yig'ilinglar deb uqtiribdi. İlk biçarlar atdigan soat 7dan biz tushdan keyin 4da kagacha ashad o'tirib pijg'irim issiqda osh ilvagan bir parcha bir-biridan nonni bo'lishib yeyishib issiqda biz kagich qarsam hali qolmab deylik Uyg'urlarning üstlərdə deylik şiponda xav köynəklər, altın alqlar bəzilərinin. Momaylar var, quchuqda bolalar var. Kəsəm çip-çip tələb çıray, yo'msun yo'q. Çoğ, vay nim bo'lma, ajab charchab ketibsizlar go deb başlasak, vay jinim qizim, siz kelganmidingiz deb başda ko'rishib va bizni atdiganda yig'ib olgan sizlar yo'ljiroq kelamay qolibsizlar deb ayblimidi? Yo'ljiroq jafo tatdinglarmi deb bizdan ol so'radi. Men darhol Uyg'ur kadrga dedim. Nima uchun bularni atdiganda yig'ib oldingiz? Onun üstüge tabii özünün kimler bilen çıkmamda nima uchun bularni yasandırıp çıkışga majbur qildingiz va hech nim bermabsiz hozirgacha. Bu holatda qandaq bular paxta tersin? Qandaq bu suratga ilishimizmi 2 soatcha davomlashishi mumkin? Bugun qaytirib aytdim deb desam, hech nim bo'lmaydi, bular ko'nib ketgan deydi kadr. Shu bilan shunchalik ko'nglim yerim bo'lgandi. Keyin bu Shandongga bordik bir film bilan. Shandongda bana yezib berilgan savolni so'rashim kerak-ku. Xitoyning odati bo'yicha biz ixtiyoriy savol so'ramaymiz. Bir yeziga berib, voy bu yezanglarning Shandong bo'yicha bak boy yezga bu tajribanglarni Xinjiang xalqi bilan o'rtoqlashsanglar, men mushaqda ziyorat qilsam deb yez boshlig'ini so'rsam, javobi nima bo'ldi desangiz, eng avval men Xinjiang xalqiga yordam Xinjiang xalqining bizga qilgan yordamiga rahmat aytaman. Chunki Xinjiang xalqi ochliq bilan bizni ta'minlamagan bo'lsa, biz beyamatdiq dedi. Nimaga desangiz, Xitoylarda bunda bir gap borki. Yimuti deydi. Ya'ni bir mo yer, bir mo ochliq tergan, 10 mo bir mo saytirganlik dedi. Bir mo saytirganlik 10 mo açlıq terganğa beraber. Bir mo gül terganlik 100 mo açlıq terganğa beraber dedi. Demekçi bir mo yerga gül tersiniz, açlıqdan algan payının %'sini ala alaydikansiz. Öz vaqtida Wang Lechuan Avtonom rayonning partkom sekretari vaqtida bütün açlıq terishni to'xtatib Shandongda. Xinjiang ta'minlaydigan bir siyosatni belgilaganki. Shundan keyin bütün açlıq, ba'zan açlıqni biz ta'minlaydiganmiz Shandongga. Shandong dehqonlari gul terish orqali beyidi ekan. Bu gullarni qanday qilgan desangiz, chet ellarga sotadi ekan. Qimmat baholiq gul teriydi ekan. Nimasiga shu bütün açlıqni biz terganki qo'sug'itib, bular beyalaydi ekanda. Bizning xalqimiz oshqa oladi ekan. Shu yerda darhol bizning Xinjiang televiziyasidan menga ergashib kelgan rejissor dedi, "Yo'q, sen bunday javob berma, Xinjiang xalqiga rahmat aytma. Xinjiang xalqiga biz sizlarga yordam qilamiz" degan gaplarni qilgin. Bizning davomli Xinjiang xalqini yordam qilyapmiz. Xinjiang xalqining iqtisodini yuqori ko'tarishga tirishyapmiz. Biz dehqonlarimizni avatdiq, yetaklash uchun degan bunday javobni bersa deb uni gangirtib qo'ydi. Demakchi bizning yani Shandongda hatta o dehqonlarni erken so'zlashib bo'ladi ekanda. Faqat bizning televiziya programmaga ilyotqashqa uni mu yolg'on so'zlashga
yani kısta düşüyor da. Şimdi bu xil seliştirmalar elbette sizni isyonkor qilib tarbiyalaydi. Shundaymi Abdulla? To'g'ri. Hakikaten çıkıp nereden söylep gelsek bunu sizlarning o'ylab yani. O devirlerde hazır neçe min xil türlük saxtılıqni to'xtamagan sizlarcha kecha kunduzda shu qat qiladi. Ishqilib ben sal sualımızga kam cevap berip qo'ygandek turman. Bu isyankorlik axir meni Erkin Asiya radiosiga akkagan. Dalmishada shu jarayonda men shuni unutib qolganimni his qildim. Demakchi o'z vaqtida Tangirtaq G'unchalar programmasi 5 yil uda Abdunum rayonida eng jiq ko'rilgan televiziya programmasi bo'lib baholanib keldi. Chunki bilasiz, Uyg'urlarning uyida faqat bir televizor bo'ladi. Bir televizor bo'lgandan keyin oila ko'rdi. Bolanim ko'rsa ota-onami muma buva yoki bir oilada kim bo'lsin, tang o'tirib ko'radigan gapganda shu mening programmam mundaqcha aytganda eng olqishli bir programma. Shunga mayli cho'nglardan tortib o'smir bolalargacha hammasiga tanishlik bo'lib qolgandim. Bunun üstüge arlıqda arman, balla, kuvvet talqını, güzel, sopını degandek bir qancha e'lonlarga chiqish jarayonida kunda televizyonni açsanız ben davamlı ko'rinib turgan bir shaxsga aylangan. Hamda mushundaq bir ta'sirchanligimdan foydalanib Xitoy hukumati o'zining siyosatlarini mening og'zim orqali Uyg'ur xalqimizga singdirishga kirishdi. O'smirlar programmasi bo'lishimizga qaramay bizga siyosiy vazifalar atilishga boshladi. Yani 2000 yılı Xitoy hukumati qo'sh til ma'rifi degan siyosatni o'ttirib qo'ydi. Bu siyosatning asli mohiyati shu Uyg'ur tilini asosida maktablardan siqib chiqarib yo'qitib, avlodlarimizni butunlay til va madaniyati orqali assimilyatsiya qilishdi. Shu vaqtida bizning programma butunlay partkom sekretarlari tarafidan, ya'ni idoraning va shu Abdumrayonning sekretarlari tarafidan bekitilgan bo'ldi. Ular shu az deganda 15 minut vaqtimizni shu xitoylashtirish ma'rifi, ya'ni atalmış qo'sh til ma'rifini tashviqot qilishga sarf qilishimizni talab qildi. Men bu yerda eng aktiv tashviqotchisiga aylandim. Tabiiy holda bu mening ya'ni hech qutulamaydigan vazifam bo'lib qoldi. Ota-onalarga agar bolalaringlarni xitoycha o'qisanglar, ularning kelgusi parlaq bo'ldi. Undaq go'zal bo'ldi, bundaq go'zal bo'ldi deb şu təşviqatlarını qilishga majburlandim. Bolalarga bo'lsa, nima deymiz? Xitoy tilida so'zlashning faxrlanadigan ish ekanligini singdirishga tirishdik. Yiliqini xohlamaydik. Ammo majburdik. Ish bo'lmasa qolgan 15 minutda bolalarimizni milliy ruh bilan tarbiyalashga tirishsak, qila olaymiz-ku degan bir umid bilan xizmatimizni davomlashtirdik. Bisim bo'ldi. İğir bisim bo'ldi. Keyin Abdumrayonlik partkom tashviqot bo'limi men va bir qanchamizni tanlab, shu Xitoy o'lkalarida echilishga boshlagan atalmış Xinjiang sinflarini tashviq qilish bir programmasini ta'sis qildi. Buni xitoycha va uyg'urcha ishildi. Men riyosatchi sifatida bu guruhga qaytildim, bir qancha shaharlarga bordim. Xitoyning Shanghai, Beijing, Guangzhou ve bu Shandongdagi Jinan. Şu jarayonda bu Xinjiang, atalmış Xinjiang sınıflarını suratga olish jarayonida baga vaqtim 11 ayning oxirlarida 12 ay bo'lib qopti. Shu mezgilda hamda bu Xinjiang sınıflarga elib berilgan bolalar 3-4 ming chaqirim jiroqlikdagi oilasidan ayrilganiga 2 ay, 3 aydan oshgan vaqt. İlki bolalarning ro'yi chiqib ketgandek-chu, ko'zidan balalik bir sabiylikni yoki bir nima deyman, bir umidni yoki bir xushallikni bolalarcha bir hech nimani o'ylamay kulalaydigan bir bolalarni ko'rmadim. Çünkü men bolalar bilan xizmat qilib, ashlar bilan bekarek aloqa qilib,
5-6 yılını ötküzgen bir insan ballarını yaxşı düşünümen dep oylayman. Ve qarapla bu balının qandaq ro'yi holatda ekanligini xo'shalmi emasmi shumganda. O'ziga qanchalik ishonchisi bor. Bularni sezarlikdek holatdim. Shu men qattiq ta'sir qildi. Bu bolalarning ro'yi holatidagi. Men kamerani o'chirib qo'ygan vaqtimizda ular bilan analarchi mehrim bilan, hadilarchi mehrim bilan suhbatlashishga tirishdim, kechirim. İlki məyuslik meni puçlab tashladı. Vallahi ki. Qaytib kelib qattiq ro'y yozib tashladim. Vallahi uylarını shunchalik sevg'inaman. O Xitoy tilidagi Xinjiang sinflarida Uyg'ur bolalar o'qishmagan yotoqlarga bo'linibdi. Masalan, 8 kişilik o'quvchilar yotti bo'lsa, 1 yoki 2 Uyg'ur bolaga qolgan 6 Xitoy bola ustidan ko'zdirgan. Uyg'urcha gap qilsa, o'zini tekshirgan va boshqa jazolarga uchraydi ekan. Bolalarga oyda bir qitim ailesi bilan telefon qilish fursati berilgan 5 yoki 10 minut. Bolalar atalmış musulmancha degan tomoqni yeydigan, u oshpazlar tungan yoki boshqa deb ekanki, ammo halol go'sht emas. Fikrlar bilsiz bu. Halol desak, masalan, hatto men halol tomoq yemasam halol degan nima deb so'ragan. Chinjin degan nima deb. O'shundaq cho'ng bo'ytibdi. Uruqlab ketibdi bolalar. Aşı manga cevap bergichimi ko'z aloq-jaloq bir nimani xato deb qolamanmi deb ma'lum qargan, yana birsiga qargan. Mushunday qilib yurak oldi ilqi bolalarda. Ro'yini butunlay o'ltiribdi. Balkim hozir chet ellarga chiqqanlar orasidami nurg'un yoshlarimiz bor shu Xinjiang sinflarini. Shu zo'rliq zo'mbuliqlarni, mundaqcha aytganda bolalar lagerlarining boshlanishi desak bo'ldi. Shu tajriba qilingan bolalar shu davrdagi Xinjiang sinfining bolalari ata-ona mehridan, öz kimligi, tili, medeniyet muhitidan, hammasidan mahrum qoldirilib, hatto umididan, kelgusiga bo'lgan orzusidan. Shu bolalar meni o'zgartdi. Shu mezgilda chet elga chiqish fursati yaratildi. Menga bir sayohat. Yevropaga chiqiblam. İlk vaqtimda internetlarni ochgan bo'ldim. Tunji qitim erkin, ya'ni suzilmagan, to'solmagan chet el internetlarini ko'rdim. Tayvanning, Hong Kongning, u vaqtda albatta chet el til bilmaganga Xitoycha, masalan, Falunchilarning ochgan to'rbetlarini ko'rdim. Erkin Asiya radiosini ko'rdim. Uyg'urchani angladim. To'xtamay qayta hatto arxivlarni ilgari ishlagan xabarlarni angladim. Eng ta'sir qilgan bir xabar mushu Berlin'de o'tkazilgan bir Dünya Uyg'ur qurultayining namoyishi ekan. Shu yerda Uyg'urlarning Xitoylar vatanimizdan chiqib ketsin, Sharqiy Turkistonga ozodlik, Uyg'urlar yashasin degandek shu shiorlarni to'g'liganda yuragim og'zimga keldi. Bunday gaplarni qilishdimak anglab qolsaqmi bir xil jinoyatdek his qilardik ayni vaqtda. Uyg'ur elida toza barın vaqalari, g'ulji, qirg'inchiligi degandek vaqalardan keyingi bostirishlarning qanday elib berilganligi, hammani televiziyalarda hammamiz ko'rib, siyosiy bismlarni hammamiz his qilib, ashundaq cho'ng bo'lgan bo'lg'ashqa, yiliq so'zlarni qilganda yuragim itilib ketdi va shu archilarning orasidan vaqirsam-chu deb, lekin og'zimdan niliqi chiqaramatdim, qo'rqaytdim-da. Ashuni anglab etibmi atrofimga baqdim, tabiiy holda. Meni bir Xitoy kuzatayotganmidi? Xitoy elchixonasidan birisi keynimga ergashgan bo'lsa, meni suratga ilib, bag'anda meni solib etarmi? Hatto ashunda xiyollar keldi. Bu bir nindaymiz travmaga uchirgan, bir zulmga uchirgan bir insonning ko'rsatadigan nimasi-da, ifodasi shunday bu normal emas bu amaliyotda. Bu qadar qo'rquvchi. Bilmem hazırgıça insanlarda, chet elga chiqqan insonlarda bu narsa saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Kichigidin shu bisimda bizga qanchalik zulm qilyapti, hatto ruhiy sog'lomligimizni buzdi. Mayli biz turmaga kiraylik, lager kiraylik. O'xshash Uyg'ur elining, ya'ni Sharqiy Turkistonning o'zi bir cho'ng turma, usti ochiq turma. Biz shu turmada tug'ildik, shu turmada cho'ng bo'ldik.
Yevropaga chiqqan vaqtimda xuddi qafasdan chiqqan bir qushga aylandim. Erkin Asiya radiosi menga eng cho'nqur ta'sir qildi. O'yladimki, men siz aytgandek ajoyib bir yulduz kabi bir hayotni yashayotdim vatanda. Naga basam Uyg'urlar tanıydı, salam berdi. Hatta restoran, oshxonaga kirsak, Uyg'urlar pul olmaydi. Kimlarning meni mehmon qilayotganini o'zim uqmayman, pulingizni falan to'layapti deydi. Xalqimiz shu qadar mehribon bo'lgan. Siz azroqli bir xizmat qilib qo'ysangiz, qaytiradi uni hasilab. Shu men o'zimni xalqimga qarzdor deb his qilmanchi davomli. Mayli tuvanlarga tushaylik. Uyg'urlar mayli hech nima bo'lmasin. Özünün itizli tergan qoğununu götürüp koydu sizge rahmetini bildiriş için. Güllerini üzüp tutudu, qeyri bubayla, mumayla koladı bakan kozlarını aymaymış ürümçeki ektiğinde kolumuzu verdi. O kadar güzel bir millet. Şu vaxtda oyladım, ben özemli yulduz qıvatkan hizmetlerimni xalq için qıvatkan ne deymiz? Axbarat xizmeti, muxbirlik deb faxrlanganim bilan buni butunlay Xitoyning tashviqotchisidan boshqa narsa emasligimni his qildim. Erkin Asiya radiosi his qildirdi. Chet ellardagi Uyg'urlarning harakati, mushu fidokor tashkilotchilarimiz o'z vaqtida qo'rqmay Xitoy elchixonalari oldida namoyish qilgan, shu arlarni to'lg'an faoliyatchilarimiz his qildirdi. Men shularning birisi bo'lishga, shularning birisiga aylanishga havas qildim va shu vaqtda tirishdim. Endi dal mushada unda bo'lsa, shu chet elga chiqish sababingiz chiqqandan keyin telefon qilib bu qadam boshlanib turgandi. Mushadani endi, ya'ni Erkin Asiyani vatanda anglab baxmaysiz yani. Chiqqandan keyin ko'rib anglagan dalamayman, ilg'i to'liq anglamagan. Endi hozir qayerda angladim desam, bu yerdagilar yana tabii ki uchraydi. Mayli tunish bilishlarimiz deyli. Ama işte Erkin Asiya radyosu deb bir radyo anglatish berib tutdi deganni anglagan va deyilgan ba'zi so'zlarni anglagan xalqlarning og'zidan o'zim bir qitim anglashga tirishgan, ammo bir changchil ovoz keladi. Radio boshlanishi aman. Esingizda bormi agar anglagan bo'lsangiz. Bir changchil ovozni qo'yib etadi, uni faqat yaxshi anglag'ili bo'lmaydi. Hatto biz o'qish bitgandan keyin bir saboqdishimiz maxsus mushu Argunda deydi, mushu Urumchiga Argunda deb qo'ygan Uyg'urcha ismini unutib qoldim u yana. Ashaga bir Xitoy nurg'un mablag' bilan bir buzish stansiyasi qurgan ekan, mushu maxsus Erkin Asiya radiosi va boshqa chet el radiolarni to'sash uchun. Ashada xizmat qilgan-da u. Shu yerga bo'lingan, shuni og'zidan anglagan Erkin Asiya radiosini biz anglaymiz kunda debchi. Bunda deydi, unda deydi deb biz mundaq buzimiz, mundaq muzikalarni qo'yimiz deganlarnimi degan. Shu ash vaqtida cho'nqur bir tuyg'u bo'lgan, demakchi Xitoyni titirtadigan, Xitoy qo'rqadigan bir yana axborot organi ekanda degan bir narsa kallamga kirgan. Shuning uchun qiziqib chet elga chiqqandan keyin uni axtarishga boshladim. Demisimi Xitoy undan keyin bu Erkin Asiya radiosi buzg'unchilik qilish uchun nurg'un pul sarf qildi. Demakchi Xitoydek bir kuchli davlatning oshundoq cho'ng bir mablag' bilan mushug'il tashviqot apparatiga qarshi biz Uyg'ur muxbirlar noiti kuchli jangchilar hisoblanamiz. Bunday aytganda ashlarni qo'rqitadigan, ashlarga qarshi turadigan. Sizmi shuni ishida, Abdulla? Albatta. Ko'p rahmat. Endi mushu radioga kirish jarayoningiz va undan keyin ta hozirgacha albatta bu buncha uzun yillik narsalarni, bir-ikki savollar asli tugatilmaydi. Nurg'un narsalarni ishiga oldi albatta bu kurash jarayoni. Buni bir aslab o'tgan bo'lsak, lekin men bundan burun endi siz albatta yillardan buyon endi u bizning o'zimizning bir mustaqil radiosi emas. Shu u yerdagi siyosat bo'yicha besim sababli İslam'da bizim vatanın ismini to'liq atanmay kunib qolg'achqa siz aytib necha qatim Uyg'ur eli deb chiqyapti. Chunki kunib qoldingiz. Siz Rahat degan Sharq Turkiston Istiqlol TV'sida vatanimizning ismini to'liq deyavering. Shu men endi shu radioga kirish va bu yerdagi xizmat qilish jarayoni va oila tabiatlaringiz kelgan besim siz albatta Amerikada nurg'un axborotga chiqdingiz, 20 dan ko'p
kishining tutqun qilinganligi degandek guvohlik berdingiz va shu tunji qadamni bosgandan keyin albatta men qaytmayman deb hamda qilib qoldingiz hamda keyin Erkin Asiyaga kirdingiz. Mush jarayonlarni meg'izliq shaklda bilamiz. Bu bek cho'ng sınaq bo'ldigan bo'ldi menga. Naytdi keng doirli bir savol so'radingiz, ammo ixchamlay ma'qul. Deyiningizdek bir kechada e'lonlangan qaror emas Erkin Asiya radiosiga kelish. Men Yevropaga kelib bir oydan oshiq o'ylandim. Mush to'g'riliq. 7. ayda keldim Yevropaga, 10. ayda Amerika Erkin Asiya radiosida ishlashga boshladim. Demak 3 oy vaqt ketdi oraliqda. Bir ay izlanish bosqichi bo'ldi, yana bir ay o'ylanish. Yana bir ay saqlash mezgilida edi. 8. ayda iltimos qildim Erkin Asiya radiosiga xizmat qilishga. Chunki veb-saytidan tepib, o'zim telefon qildim manglchikda. Mening sizlarga qitilg'im bor, iqtidorimni, bilimlarimni, hammani mush Erkin Asiya radiosiga sarf qilishni xohlayman, bir haqiqiy muxbir bo'lishni orzu qilman dedim. Men nayt qizg'in qarshi oldi. 2 haftaga qolmay Tom Beeson o'z vaqtidagi shu muavin prezidenti radioning men bilan ko'rishgili shu Avstriya poytaxti Viennaga keldi. U yerda ko'rishdik, imtihon oldi, shaklga aytganda. Bir ig'iz okay, how are you degandek shunday bir qancha so'zdan boshqa ingliz tilim yo'qdi. Ammo ular menga hurmat qildi, mening jasoratimga hurmat qildi. Mening xalqimning orasidagi ta'siriga, shu fidokorligimga hurmat qildi. Shuni meni qabul qildi. Amaliyotda hech inglizcha bilmayman. Tom Beeson dedi, sen inglizcha qat'iy bilmasan, qanday xizmat qilmoqchi dedi. Men dedim, men va'da berman, 1 yil qadar vaqt bersam o'rganib ketishimga ishimdan men yosh, men qizg'in dedim. Ular ishondi, meni akaldi. Albatta bu unchalik oson bir narsa emas-ku. Men hech qachon bir chet elda qolmaydigan tayyorlik bilan vatandan ayrilgan emas. Ota-onam bilan bir oydan keyin ko'rishaylik deb, chiqmasa 2 oydan keyin ko'rishaylik deb qo'ygandim. Bir tal chamidinim bilan. Albatta 28 yillik hayotimni vatanda o'tkazgan, Sharqiy Turkistonda o'tkazgan bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan bütün bağlanışım, dostlarım, ota-onam, ailemden başqa demekçi o. Qurgan ijtimoiy munosabatlarim, xizmat munosabatlarim. Hamma narsadan voz kechib, ayrilib, yana bir o'zim bilmaydigan, o'zim tilini bilmaydigan bir davlatga safar qilish, ya'ni hijrat qilmoq uncha oson bo'lmadi. Xuddi bir daraxtni yiltizlardan qo'mirib opirib yana bir yerga tiksangiz u yana qayta ko'klamamdi. Uncha aniq narsa emas-ku, ammo men ko'kladim. Men meva berdim deb o'ylayman. Bu jarayon oson jarayon bo'lmadi. Nurg'un badal to'ldik. Menla emas, butun oilam. Hozir hamma Uyg'ur o'xshash bo'ldik, shundoq bu. O'z vaqtida 2001-yili mayli chet elga chiqqanlarning soni ozdi, ammo berib kelaoladiganlarni ko'pdi. Faoliyatchilarimizning soni texmi ozdi. 2016da Xitoy bütün aloqamizni chet el bilan Sharqiy Turkistondagilarning aloqasini uzgandan e'tiboran bu hijronni hamma muajiratga Uyg'ur yashayotdi. Ya'ni judolikni. Ailesinden ayrılış judaligini söyleyenlerinin ölük ya tirikligini bilmeydiğine kadar bu judalikni 2016'dan keyin yaşayatıdı. Ama ben 2001 yıldan itibaren bu judalikni yaşap gelgen. 2001 yılı 10. ayının 15'i Erkin Asiya radyosu hizmet küçüştüm. Bana azkem 24 yıl oldu. Bu ovozimni chiqarish unchalik oson bo'lmadi Erkin Asiya radiosida. Kelishimga bizning peshqadam muxbirlarimiz shunday tavsiya qildi. Xitoydagi cho'ng bir
qudratli bir davlatga qarshi ishlayotgan bir xizmat. Shunga vatanda qolgan ailangiz qattiq besimda qilishi mumkin siz xizmat qilishga boshlagandan tortib. Shunga o'zingizni va ailangizni qo'llash uchun ya'ni qalam ismi ya'ni ishlatsangiz bo'ldi dedi. Hatto menga tepib berdi bir qancha chiroyli ismlar, ammo men o'yladimki men xalqim uchun, erkinlik uchun, g'ururim uchun bu safarni qilibman, bu hijratni qilibman, bu judolikni tanlabman. Bu fidokorlikning nima uchun bo'layotgani? Bu erkinlik uchun hammani fido qilish kerak ekanligini menga ergashgan avlodlarga, meni ko'rgan, anglagan shu barliq Uyg'ur xalqimga bildirishim kerak. Mening harakatimdan bular shuni his qilish kerak. Shunga o'z ismim bilan, o'z kimligim bilan faxrlanib turib, Erkin Asiya Radiosiga chiqman degan qarorni oldim. Ota-onamning va yoki urug' tuqqanlarimning qanday kunda qilishini qiyos qilolmaydim. Ama ovoz chiqargan kunimdan boshlab oilam Xitoy hukumatining byurosiga ilindi, pasportlar tartib ilindi. Dadam ilmiy doktorat berish xizmatlaridan professor sifatida doktoratlarni tarbiyalash programmalaridan maqolasini jurnallarga berishdan qoldirildi. Chiqish oldidagi yana 15-20 yil o'zining qon terini sarf qilgan kitobi cheklandi. Nashr qilinishdan. Apam bo'lsa baldur pensiyaga chiqishga majburlandi. Enim har xil sabablar bilan Xitoy soqchilarining tutqunlariga ko'p qitim uchirdi. Boshqa urug' tuqqanlarimizmi har xil sohalarda uzib ketayotgan kasbiy jihatda bo'lsin, mayli o'sib o'zi o'ylagan sohalarda oldiga surilayotgan bir mezgilda men bu qarorni olganim uchun bir xatolashsa butun pushtini jazolaydigan qonxo'r Xitoy butun urug' tuqqanlarimning yo'lini atdi mundaq deganda taraqqiyot yo'lini bir belgi qo'yildi desam mundaq birining tuqqini degandek. Undan boshqa oshkor holda Xitoy markaziy tashviqot bo'limidan mening barliq un arxivim, sin arxivim, suratlarimni cheklash buyruq tushdi. Meni milliy bo'lgunchi degan nomda qizil hujjat tunji qitim 2001-yili 12-oyda tushgan bo'ldi. Shundan e'tiboran mening suratlarim, ko'rsatilayotgan e'lonlar, hamma narsa ekranlardan o'chdi va arxivlardan o'chdi, bunaqcha aytganda. Ammo men bir to'langan badallarga qarab qolsam, xizmatimni davom qilolmaydiganimni bildim. Shuning uchun yoralarimni o'zim davolab, bu hijron, bu judolikqa bardoshlik berib, bu qarorni olgan kelsa, kaynida tur dedim o'zimga. Butun vujudim bilan xizmatga kirishdim. Butun vujudim bilan. Vatanga telefon qilib ulag'an asli bir qancha yillik xizmat jarayonida qurgan munosabat doiramdan foydalanib, hatto shahar boshliqlari, Abdunurayning rahbarlarigacha telefon qila oldim. Maktablar, o'xshamagan yerlarga telefon qilib xabarlarni ishladim. Mujohiddagi xalqim, vatandagi xalqim qayta umidlandi. Texmo hurmat bildirdi, so'ydi. Xalqning qo'llashi menga ilhom bo'ldi. Men Amerikani, menga erkinlik bergan bir joyni ikkinchi qitim tug'ilgan vatanim deb his qilmayman. Siz o'z fikringizni qilolmayotgansiz, erkin yashamayotgansiz, u hayotning qadr qimmati bo'lmaydig'ini Amerika texmi his etkizdi. O'zingizning tilida, o'zingiz o'ylagan narsani so'zlab yashamoqdan go'zal ish bo'ladi hayotda. Shunga bu xizmatimni ajoyib sevib ishladim. Erkin Asiya Radiosi men uchun bekmi qimmatli, bekmi suyumli bir joy. Oilasidan, vatandan ayrilgan men bir Uyg'ur uchun ikkinchi oilam deyishga bo'ldi. Afsuslanarli siz degandek tunugundan e'tiboran Erkin Asiya Radiosining sobiq muxbiriga aylanib qoldik va aylanib qoldim.
Ama bu deganlik men sobiq muxbir deganlik emas. Men Uyg'ur xalqining muxbiri, Uyg'ur xalqining ovozi. Xo'sh. Erkin Asiya radiosi o'chirilsa-mu, ovozimni hech kim o'chirolmaydi. Albatta. To'g'ri deysiz haqida. Ish qilib so'zlasak nurg'un masala va haqiqatan deganingizdek. Albatta yana program jarayonida yana boshqa savollarni so'rayman. Bu yerdagi xizmatingizni nihoyat hayajon bilan tilga olgan ekansiz. O'sha odamda hozirgacha shu xizmatingizni sizni eng ta'sirlantirgan yoki hayajonga solgan voqealar haqida esingizga qolgan bir qancha ansak. O'zingiz bilgandek, muxbirlik so'zlash xizmati, shundaqmi? O'zaro parangishish xizmati, tushunish xizmati, do'st tutish xizmati, hikoyalarni anglamak va hikoyaning bir parchasi bo'lmak bir xizmati. Shuning uchun ajoyib boy, ajoyib go'zal bir xizmat deb o'ylayman, Abdulla. Sizmi shundaqmi? Har bir qitimliq ziyoratdan keyin o'zimiz bir o'simiz, shundaqmi? Albatta. İnsanlık haqida, hayot haqida qayta o'ylaymiz va chunki bu aparatni o'chirib qo'yish bilan biz o'chmaymiz. Biz shu kuni qilgan xizmatlarimizning ilhomini yashaymiz. Shundan olgan ta'sirotlarimizni ya'ni hazm qilamiz. Shundaq qo'jig'laymiz. Bu kundan kunga o'sib yetilishimizga sabab bo'ladi. Ba'zi kishilar bizni ta'sirlantirsa, ba'zi kishilar bizni texmo sabrlik bo'lishga yetaklaydi. Ba'zi kishilar bizga hayot haqida va mening qilganlarim asli xatomi nima degizitadi hatto. Nima uchun men qilolmadimmi deb solsiz ba'zida. Ba'zi kishilarning hikoyasini anglaganda. Shu bunday hikoyalar bahchiq hayotimda. Tunji menga ta'sir qilgan bir hikoya 2002 yili. Qashqa 2 o'ttirning bir 16 yoshlik bolasi. Bu mudirga mundaq bir xat yozibdi. Kunda bizni atdiganda yig'ib Xitoyning bayrog'iga salom berishga majburlab keldinglar. Endi men buni qo'shilmayman. Agar yana meni shundaq majburlasanglar, yana bizni shundaq majburlasanglar, Ati Sharq Turkistonning oyulduzlik ko'k bayrog'ini qizil bayroqning o'rniga tiklayman deb yozibdi. Bu balni Qashqa shaharlik soqchi tutib akitibdi. Maktab tepib chiqibdi-da bu balning pochirkisidan surishtirish orqali. Bu 16 yoshlik balning tutilganlik xabarini o'z vaqtida menga bir yetkazdi. Mushundaq bir bala telefon orqali yetkazdi ish kirdim. Tutildi. Bu balning endi hayot xatar ostida. Nima qila olsangiz bir anlatib baqsangiz bu chekra dedi. Ma'qul maktabning ismini bering, soqchi idorasinikini bering dedim. Telefon qildim. Soqchixonaga, ma'rif idorasiga, Qashqa ma'rif idorasiga, Abtonom rayonlik ma'rif idorasiga. G'ulg'ul qo'zg'adim. Bu balani izladim. O'smir bala xatolashib qolgan bo'lishi mumkin. Buni nima tutishlar? O'smirni tutish haqqinglar bormi? Qaysi nimanglarda bor? Nima qilibdi deb. Yo nima qilganini dalamaydi, chunki uni desa boshqalarga ilhom bo'ldi-da. Nima qilganini dalamaydi, ammo tutqunni inkor qilolmadi. Shuninglar bir qancha kunlik tirishchanlik bilan oxiri bu balani qo'yib atgan bo'ldi. Uningdan keyin uning taqdiri qanday bo'ldi bilmayman, ammo shu balaning jasorati menga umid bergandi. Demakchi, bu narsani hech kim o'chiramaydigan bu erkinlik tuyg'usini Qashqadek bir joyda turib, hang siyosiy bisim eg'ir yago. 16 yoshlik bir bola bu ishni qilyotdi degan narsa men nimishki shu qadar jasoratli emas. Deb meningki xizmatimni texnik yaxshi qilishimga bir ilhom bo'lgan shu bola. Undan keyin albatta nurg'un yana shundaq dehqonlarimizdan qo'rqmay turib bizga so'zlagan Hoshar amgigi haqida, Planliq tug'ut
jarayondagi ayollarimizga qanchalik bolalarimizga qirg'inchilik qilayotganliklari haqida haqiqatlarni so'zlab bergan nurg'un fidokor jasoratli hadlarimiz tog'larimiz bor, ayollarimiz bor. Hatto xitoylashtirish ma'rifining butun avlodlarimizni nobud qilayotganligi haqida yuraklarni yerib so'zlagan o'qituvchilarimiz bor, Arkanasiya radiomizga. Bularning hammasi meni ta'sirlantirdi. Oxirsida eng ta'sirlantirgani shu lager shahidlari. Lager shahidlarining har birisi bilan qilgan suhbatim meni bir qancha kunlik hayajonga shu uyqusiz qo'ydi, bundoqcha aytganda. Ashlarning tasvirlari kinodek ko'z oldimdan o'tdi. Birinchi bo'lib men intervyu qildim. Shu ko'plagan lager shahidlarini, shundoq bu. Eng dastlabki azobli hikoyalarni, qon yoshli hikoyalarni men angladim. Men uni yumshoq shaklda anglovchilarimizga sunishga tirishdim, chunki bu ig'ir ruhiy zarba o'zlarining urug' tuqqanlarining niyatiga nima bo'layotganini bilmayotgan minglagan muajiratdagi Uyg'ur xalqimizga bevosita lagerda uchirgan bu zulmlarni shu petala og'zidan anglatish bularga ilhom emas, ruhiy zarba bo'ladi. Shuna men buni avval o'zim azm qildim. Keyin qanday shaklda buni ham xalqimga qanday anglataman? Munosabatlik da'vo qilishga tegishli o'rinlarga qanday anglataman? Buni farqlantirishga tirishdim. Buncha qitim bizning fidokor sabdishimiz Umarbek Alining ziyorati. Umarbek Alini 2017-yili 12 ayning oxiridan boshlab tonidim. Oxiri ko'p qitim paranglish jarayonida radiomizga so'zlashga muvaffaq bo'ldim. Shuning chekkan jafo mushaqqatlari, zulmlari, insonning ilqi naqarda bardoshlik berish kuchining, ya'ni jismoniy bardoshlik berish kuchi cheklik bo'lsa-mu, ruhiy bardoshlik kuchining odam qiyos qilolmag'idek darajada kuchli ekanligini men shu Umarbek Alining bayonlaridan his qildim. Men u hikoyalarni qayta so'zlab yuraklaringlarni yorqig'im yo'q. Menga eng ta'sir qilgani shu Umarbek Ali. Ikkinchi lager shoirimiz ayollardan Mehrigul Tursun. Bu qarindoshlar hech kim so'zlashga petnamagan. Hech kim Xitoyga qarshi bir ig'iz, ya'ni o'zining noroziligini ifodalanmaydigan bir mezgilda jasorat qildi. Ularning ota-onalari, urug' tuqqanlari vatanda qolgandi. Allohning bergan bir fursatlari jo'q bular bizga. Tabarruklar bular. Bularni o kadar qadrlashimiz kerak. Bu har bir lager shoirining guvohligi Uyg'urlar ustidan ilib berilayotgan keng doiralik, keng ko'lamlik bu irqiy qirg'inchilikning har tarafdan yo'ritilishiga tegishli turtkilarni qo'shdi. Har birisi o'xshamagan taraflardan bizning 10 yillardan dab kelayotgan, ya'ni Xitoyning zulm siyosatlarining haqiqat ekanligini isbotlab berdi, mundaqcha aytganda. To'g'ri. Paketlar bilan, tirik tarixlar. Mehrigul Tursun bilan o'tkazgan suhbatimdan keyin men yiqildim. Rasmiy yiqildim. Men o'zimning tutilgan 25 urug' tuqqanlarimning lagerdan nimalarni ko'rganligi, qanday azoblarni chekkanligi va chekayotganligini ko'z oldimga keltirib turib angladim Mehrigulning hikoyasini. Shu to'qmoqlar urilganda, yurgim tang urilgandek, mening onamni, singillarimni urgandek his qildim. U osh qolganda mening singillarim osh qo'yilganligini ko'z oldimga akasam, badanim titrdi. Kechirim. Endi cho'nqirlamay. Shunga o'xshash Mehrigulning jasorati, Qalbi Nur Sidiqning jasorati, Gulbahor Jalilovaning jasorati, Zumrat Tursun, Gulbahor Xotvaji xonimning jasorati va boshqa har bir lager shoirlarining ko'rsatgan
Yani fidokorligi meni har qitimda bir tarbiyalab, har qitimda menga ilhom berib keldi. Ularga qaytadan men kurma qitim tashakkur etib har qitim ularni ziyorat qilsam, ammo bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan bugun muxbir emas. İzleyatkan, erkek kırgınçılıkta yoqtilayotgan bir Uyg'urning pushti bo'lish sifatim bilan ularga tashakkur etish qarzim bor. Ularni himoya qilish, ularni qo'g'dash har bir Uyg'urning qarzi. Albatta. Albatta. Ko'pdan ko'p rahmat haqiqatan hamda men mishada qaytadan yana butun lager shohidlarimizga va lagerga kirib ketgan vatanda urug' tuqqanlari. Ammo shu oilasini surishtirib shu istiqlol ekranida chiqqan barliq qarindoshlarimizga jasorat bilan chiqish masalasi, chunki atrofimiz nurg'unlagan tutilib ketgan bo'lsa-mu, oilasi, ayoli aytnaq qilib ketsa-mu, yana dadil bir o'zini ko'rsatmay turib ekranga chiqishga jur'at qilmayotgan nurg'unlar bor bir mezgilda. Shularningki jasoratli shaklda televizor ekraniga kelib chiqib bergan, mayli istiqlolda bo'lsin, mayli sizlarning ziyoratingiz boshqa hammasiga ayrim rahmatimizni bildiramiz. Men shu hozir siz nurg'un narsalarni eslatdingiz menga shu. Biz istiqlol 2018 deyman shu. Tunji qatim shu bir Abdurahmon Hasanninki shu onamni, ayolimni etib beringlar, o'qinib bilmem berman degan bir mavzu bilan suhbat qilgandik. Bu qilgandan keyin bir qancha kundan ichida shu CNN, BBC'ning muxbirlari izlab kelishga boshladi. U chet elga chiqib ketdi, nurg'un har xil xabarlar chiqib ketdi. Shu lager shohidlarining bu silsilali portlagan sukut temasida ayrim bir program o'rnashtirildi keyin yillar mobaynida nurg'unlagan suhbatlarni qildik lager shohidlarimiz bilan bo'lsin. Bular albatta bu nejis Xitoy tajovuzchilarininki butunlay yushirishga barliq kuch bilan tirishgan jinoyatlarini amaliyotda bularning guvohliklari har xil tillarda nupuzli axborotlarga chiqishiga, Xitoyga besim bo'lishiga sabab bo'ldi hamda. İtiraf qilmayotgan bo'lsa, uni deb vaqti, maktab deb vaqti, tarbiyalash deb vaqti nurg'un muxbirlar vatanga kirib shu yerlarni ziyorat qilib ishni aytishga majbur bo'ldi. Ya'ni Xitoyni put ko'rgan to'g'ida qilib o'tdik amaliyotda shu chet eldagi Uyg'urlarimiz shu jasorat bilan o'tirib chiqqan xalqimiz sababidan hamda. Albatta rahmatimizni bildiramiz. Hamda mashhadaman hamda albatta bu muxbirlik xizmatini albaymiz. Siz biraz tilga oldingiz. Axborotchilik haqiqatan sirtqi ko'rinishda shunday bir xil xushal xo'ramdek noiti rahat xizmat qilgandek turgan bilan amaliyotda buning ta'dini qilib boqqanlar biladi. Ta 2018dan buyon men bu o'tning o'chib kuyuvaman ham qo'limdan kelgancha. Bu yillar o'tam inson haqiqatan nurg'un vaqtsiz insonni qiyoratib o'tgan psixik jihatdan har xil. Chunki eng burun biz anglaymiz, u yig'i bilan tang yig'laymiz. Kunlarcha insonni bearam qildi, uyqusiz qo'ydi. Ham bir tarafdan dushmanimizga bo'lgan g'azab nafratni kuchaysa, yana bir tarafdan boshqa nurg'un alamlarga misolda bu xizmat. Bunun hammasini tetib yashayapmiz hamda. Har kishimi ba'zi men hamda buni ichida o'g'ashqa men his qilmayman. Ammo siz shundaq mayli majburiy tug'mas qilish bo'lsin, ayol kishiga nisbatan shu ayol yuqoridagi lager shohidlarimizning so'zlari. Bular bir ayol kishiga nisbatan texambak uni puchlaydigan, uni zil ig'ir masala, ig'ir bearam qilgan masala. Bular mushlarni xizmat ishlash jarayonida psixikangizni qanday muhofazat qildingiz, buning qanday bardosh berdingiz degandek masalalarni biroz aytgan bo'lsangiz. Bir narsa bor, og'riyversiz, bir virus bilan qayta yuqumlanyversiz, shuni qatta qarshilik kuch paydo bo'lgan. Shu. Shundaqmi? Ruhiy nasmi shundaqki, siz to'xtamay zarbalarga uchrayvergandan keyin buning qarshi o'zingizni qanday qutqizish, o'zingizni qanday tangshash, mushundaq bir iqtidorni yetildirib qoldi ekansiz-ku. Men shu xizmat qilish jarayonida dastlab lager shohidlar chiqmasdimi, Rabiya Qodir xonimning
Türmede qanchalik zulmlarga uchraganligini o'zining og'zidan anglagan. O vaqtida shu qadar ta'sirlangan va bu ayoldagi u jasoratga, u bardoshlik berish kuchiga hang-tang qolgandim. Keyin bu lager shohidlari va turmadan chiqolgan va shundoq zulmlarni ko'rgan insonlar bilan to'xtamay suhbatlashish jarayonida har bir qitimda siz degandek bir azoblanaman. Bu yerda ba'zi lager shohidlarining ismlarini atmay o'tgan bo'lsam kechirsin meni. Masalan, Tursunay Ziyovuddin xonim mushu jinsiy xo'rliklar haqida to'xtalganda biz Uyg'ur radiosi Uyg'urcha anglatayotganlik uchun tabiiy ayollik natvanligi, ayollik iliqi nim deymiz axloqiy sabablik bularni anglatmasak, bunu demay qo'yaychu deb gapni uzgandi o'z vaqtida. Aşı BBC bu radiolarga söz yani bu haqda guvohlik berishdan avval. Ammo men qattiq shu vaqtida uning azobi bilan tang yani shu azoblarni tang tatganda his tuyg'u kelgandim shu so'zlab berish jarayonida. Mening tasavvur kuchim bek boymu yoki shu kinodek ko'z oldimdan o'tadi har bir hikoyalar haq bilan paranglish jarayonida. Keyin Zumrat Davud xonim o'zining qandoq rahimsizlarcha tug'mas qilinish jarayonlarini so'zladi. Lager shohidlaridan yana qozoq lager shohidlarimiz bir qanchasi o'xshab ketadigan shu kechmishlarini so'zlab bergan bo'ldi. Men deganimdek bular menga kuch qatdi amaliyotda. Bular ruhiy, jismoniy har jihatdan puchlangan turib dunyoga bu zulmlarni anlatishga jur'at qilyotdi. Men erkin bir davlatda, erkin so'zlay oladigan, jismoniyatim quvvatli, ruhiyatim quvvatli, qalbim quvvatli biri bo'lish sifatim bilan nimishqa puchilnaman, buni anlatishim kerak. Bizda deydi-ku, qayg'uni kuchga aylantirayli deb. O'yladimki, birimiz orqali bir necha mingni yiqitmoqni maqsad qiladi Xitoy hukumati. Bizning ruhimizga tajovuz qilish eng muhimi Xitoyning. Men uni qilg'izmayman-ku degan bir to'saqni o'zim qurmasam, tugishini. Shunga psixik kitoblarni, psixik jihatdan qanday o'zini kuchlantirish metod, ya'ni videolarni, hatta psixologlarni do'st tutish orqali suhbatlashish, mushu har xil usullar orqali o'zimni kuchlantirdim. Meni nihoyat ajizlagan vaqtlarim bo'ldi. Hatta titrab ketadigan, ovozim bo'g'ilib qoldigan so'zlar aytib, ashundoq vaqtlarim bo'ldi. Bo'pmi butun oilamning tutilganligidan hayotımdagi eng qorong'u bir kunimdi. Bir shaxs bo'lish sifatim bilan siz sababli boshqalar sizga badal to'lasa, siz uchun bu eng ig'ir azobga. Dunyoda eng ig'ir azob nima deb so'rasangiz, men shunday javob beraman. Boshqalarning, begunoh kishilarning, siz so'ygan atrofingizdagi kishilarning siz uchun badal to'limiga bu vijdon, g'urur ko'tarib bo'lolmaydigan bir azobga. Men shu vaqtida yiqildim va shu vaqtida meni qutqizinglar degan signalni bir qancha yiqillarimga avatdim. Men normal his qilmayapman o'zimni. Men mushundaq ruhiy zarbaga duch keldim, yuragim parchalandi dedim. Yiqilma, Gulchehra kayningizda yuzlarcha, minglarcha bizlar tanjib qilib qolamiz. Tik turing dedi nurg'un do'stlarimiz. Ashlarning hammasiga mush fursatda rahmat aytaman. Oradan ne o'zlarim azob tatayotganlarmi bor. O'ziniki azobini yengib, bir yoqqa qaytarib qo'yib, menga ilhom berdi, madad berdi. Psixologiya bilimlariga ega, ancha-muncha mushuningdan savodi bor insonlarimiz menga yetakladi, o'zimni qanday tarbiyalash taktikalarini o'rgatdi hatto to'g'rida. Bekorlik. Men sizga dars beray, Gulchehra, tik turing. Mundaq his qilganda, mundaq qilsiz, mundaq his qilganda o'zingizni mundaq tarbiyalaysiz. Faqat bo'lmaganda doğru içsiniz, mundaq doğrularni do'konlardan topa olasiz. Yemekligingizni mundaq diqqat qiling, uyqungizni deb, har bir
Günümde qandaq ötküzüşümgəçə mənə cədvəlləşdirib şundaq əvətib bəgən qeyrindaşlarımız var. Mən yenə xalqımın qo'llashi bilan tik tutum deb o'ylayman. Yana bir jihatdan. Shu eng esimdan chiqmaydigani Xitoy hukumatiga ochiq bayonot berdim. Apam dadamning, bütün urug' tuqqanlarimning bir kunda o'xshamaydigan ikki shahardan men sababli tutilganligini aniq bilgandan keyin bayonotni yozib chiqdim. Chiqib o'zimizning studiosiga kirib o'qidim. İlqi chiq bo'lsa bir odatda o'qisam 3 minut tugaydigan bir narsa. 2,5 saat, 3 saat o'qidim. İkinci cümle kelme yığılab ketme. Üçüncü cümle kelme avazım boğuldu. Özümle haydayma. Toxta, sen iradanın sulğanlığını, yumuşap ketkenini, muşton bilan məğlub bolğanlığını Xitay göstərsə, yoki cəsarətini adalatsizlikə qarşı carçı sübutunda, avazsızlarının avazı bu sübutunda gəp qılamsa, bir yerdə də özüm kaçatıldım. Qaytadan oxudum. Şunu bilan titrgan bo'lsin-u, gerçi avazım. Cesaret bilan o'qidim. O'zimdan qattiq faxrlandim oxirida. Ammo ashuni taqitayotgan vaqtimning o'zida yana shiklandim, qo'rqmadim emas. Endi buni taqatdim. Qanday qilsa men bu ishni davomlashtirma. Buning so'rg'ini so'rayman dedim Xitoy hukumatiga. Men buni o'xshamaydigan 30 necha elchixonaga avatdim Xitoyning. O'xshamagan tillarga tarjima qildim. İnternetdə e'lon qildim, muxbirlarga anglatdim degandek. Bunun bilan bütün ailemni qirib etami degan shundaq qo'rqinchli xiyollar kirmadi emas. Hatto tushlarimda kechalarda talab vaqirab o'qinib ketgan vaqtlarim bo'ldi, chiqdim. Chunki Xitoylar meni shu qo'llarimdan kaynimga bog'lab turib oldimdim shu urug'-tuqqanlarimni qirib etib olgan ashra ko'rinishlar bilan qarbasdi. Şularni hamini yenib, Allohga shukr, alhamdulillah musulmon ekanmiz. Bu e'tiqodmi insonga eng cho'ng madad beradigan narsa bu ishga kuchganchu. Bir narsaga e'tiqodingiz Alloh roziligi uchun degan bir narsa kirgandan keyin sizni hech nima qo'rqitmaydi ekan. Men qalbim dedim, adolat yo'lida ovoz chiqaryapman. Cihat bu dedim. Şuna bu. Elbette. Kur'an'ımızda deydi. Zulümünü körsem, adaletsizlikka karşı Müslüman buluş sübütün bilen onu to'xtatishga harakat qil deydi. Şuna bu. Harakat qilamsan ovoz chiqar. Ovozingni mi chiqamsan shariat qil. Hech bo'lmasa shu zulmdorlar tarafda tutma. Eng qilamsan. Şuna bu. Biz qaysini qilyapmiz? Har bir Uyg'ur, har bir o'zini musulmon degan inson eng boshda bu savolni o'zi qo'yish kerak. O'zingning xalqi, o'zingning vatani bu qadar ig'ir zulmda 21-asrdagi irqiy qirg'inchilik deb atilayotgan, dunyodagi eng ig'ir zulm ostida turayotganda sen nima qilding? Keyin buning javobini qanday bersan? Alhamdulillah bu hammamizga bir imtihon. Allah bizni yaxshi ko'rgani uchun bu imtihonni bizga beryapti deb tushundim. Bu menga kuch bo'ldi. Ko'p rahmat, nihoyat güzel javob berdingiz. Alloh razı bo'lsin. Endi bu yerda yuqoridagi oldingi savaldagi javobingizda masalan shu tunji qatim shu radioga ishga tushgandan keyin shu telefon qilib, vatanga telefon qilib xabar ishlashni men boshladim deb dedingiz endi. Bu yillar davom qildi keyin masalan Shuhrat Ushur apandimmi Nurg'on Xitoyning organlariga telefon qilib degandek, uning xabarlari ko'plab chiqdi, xalqimizga sunildi. Mishada men bir qancha ish qilib, xeyli yillardan buyon men shu albatta bizningki Xitoyga ishlayotgan, Xitoyning ichidagi kadr, mayli soqchi sulamda, mayli kent kadrlarimda bularningki u telefon ziyoratini qabul qilgandiki, ularning qanday benimaga uchrab ketishi xiyolimizda bo'lmasligi kerak. Normal xalqqa qilingan, u yerdagi xabar yo'q qilingan xalqningki mush ziyorat qabul qilingandan keyin izdiraksiz yo'qolib ketganligi, Xitoyning ig'ir besimga uchirganligi degandek xalqning ancha-muncha inkosini men bir qancha yil burun anglagandim. Sizlar bu masalani qanday
hal qildingiz, qanday qardingiz bu masalaga? Buni hal qila oladigan iqtidorimiz yo'q, kuchimiz yo'q. Onu aniq aytmasam bo'lmaydi. To'g'ri, bu masalalarning lager shohidlari chiqmasda qanday dunyoga anglitdik? Nima orqali qanday isbotlashimiz kerak? Shuning uchun biz o'xshamagan taktikalarni qo'llandik albatta. G'uljidan olgan ovozni cho'chakdan oldik deb. O'zimiz bilgan his tuyg'umizda hech bo'lmasa men mushunchalik bo'lsa qo'g'daydigan qila oladigan ishimiz shu ovozni o'zgartirdik masalan. Dastlabida Ürümçi'den algan ovozni Qashqardan oldim dedik. Qashqardan olganni Xotandan dedik. Hech bo'lmasa saqchilarning ularni tepishini qiyinlashtiraydi. Xato, ya'ni nishonlarga boshlaydi degandek umidda bu xil taktikalarni qo'llandik. Keyin ovoz ilish tashlashgan siri nomer chiqmaydigan telefonlarni ishlatib vaqtib dedik. Har xil Amerikaning eng ilg'or taktikalari bilan bizning ovozimizni o'zgartirib oladigan narsalarni qo'llandik. Ammo Xitoyning texnikasi hozir Amerikadan kelishmaydi, hatto oldiga o'tib ketdi ba'zi jihatlarda. Biz qilgan o'zgartishni, ovoz o'zgartishni yondirib oladiganligini keyin bildik. Ammo tekshirish natijalari albatta bir xalqaro axborot organ bo'lish sifati bilan o'zini tarqatgan shu programmalar, ya'ni xabarlarning ta'siri qanday bo'lyapti, anglovchilar nimaga qiziqadi, nimaga norozi degandek narsalarni buni dokumentlashtiradigan organlar bor. Ularning bizga yillik bergan dokladlarida shu ziyonkashlikka uchrash ehtimolligining yuqoriligi to'g'riliq bilimiz yani. Ammo buning zodi qanday bo'ladiganini, zodi qaysi darajada ekanligi bulardan xabarsiz dalalayman. Bir ikki misolni olmaganda Erkin Asiya radiosida anglaganlik uchun 10 yil kesilibdi bu degan uchurlardan boshqa maxsus biz telefon qilishgan insonlarning qanday bir zarbaga uchraydigan yoki zulmga yoki jazolanganligi bu haqda aniq bir ma'lumotim yo'q. Ammo bu xizmatni qilishga majburdik. Bu zulm, bu ovozsiz ko'milib qoladi va dunyoga bilinmaydi. Bizning radio muxbirlarimiz manla emas, siz aytib o'tgandek Shuhrat Ushur bo'lsin va boshqa 10 yilning 20 yilning manlar tan xizmat qilib kelayotgan har bir muxbirimiz uchun bu xabarlarni ishlash jarayoni nihoyatda mushkul bir jarayon. Kechimizni, kunduzimizni, chunki vaqt farqimiz bo'lg'achqa kechalab necha yuzlab telefonlarni qilishga to'g'ri keldi. O'xshamagan taktikalar, o'xshamagan usullarni qo'llanib boqamiz. Shu bir jinoyatni, Xitoyning jinoyatini yani isbotlash uchun, bu faktlarni izlash uchun mushkul bir jarayon ketadi va mas'uliyat bilan xizmat qilish to'g'ri keldi. Xalqaro axborot bo'lish sifati bilan Erkin Asiya radiosining qo'yilgan talablari intayin kuchli. Pak isbotlar, ya'ni tekshirilmay turib faqat bir insonning degani bo'yicha xabar bermaymiz. Shu deyilgan o'rinning o'ziga telefon qilishimiz kerak. Uning qarshi tarafdagi insonning fikrini anglab beqish kerak, fikr erkinligi bo'lganligi uchun. Shundoq bo'lganishqa xabar ishlash jarayonimizda tas bo'ldi. O'zingiz bilgandek ilgari tam shu lagerlar rasmiy oshkorlanib bo'lgan qadar radiomizda hatto so'zlaydigan bir qancha mutaxassis botdi. Nurg'un kasblarda chet ellarda yetishgan arboblarimiz bo'lsa-mu, chiqmaydi. Ammo jur'at qilolmadi. Chunki u yerda Xitoydan yanada qo'rqaydi, mundaqcha aytganda juriga ro'yi erkin bo'lmagan bir insonni oysharga chiqarib qo'ysangizmi, yana baribir shu qo'rqida yashaydi ekanda. Bugungi kunda alhamdulillah bu jasoratliklar deb aytay. So'zlashga jur'at qila olgan Uyg'urlar to'pi kuchlandi, kengaydi. Hozir xizmatimiz bir qadar osonlashdi deb
qarasam ama vatandan telefon almak hassilab qiyinlashdi. Chet eldagi Uyg'urlar bilan aloqamiz kuchaydi. Ular so'zlashga kuchaygan edi desam to'g'ri bo'ldi. Yaqin mezgillargacha. O'zlari kechiring, bakchiq so'zlab ketgan o'xshaymi? Rahat. Shu fikrni anglitishga qo'shilganlar shu yaqinqi bir necha yil ichida shu erkak qirg'inchilik boshlanganda kuchaydi. Afsuski, kechiring. Xitoyninki erkak qirg'inchilikni normallashtirishga tirishayotgan, ya'ni bu ta'tir tashviqot kuchaygan aman. Bularning ovozini asta-asta suslab, hatto o'chib kelishga boshladi. Bu afsuslanarli bir ish. Sizmi shuni his qildingizmi-ki, bilmayman Abdulla? Albatta. İlgirkidek insan, yani ziyaret qilish imkoniyatingiz bormi? Hozir yoki sizmi qiynalasiz odam deb ishda? Qiynab uni bir demayamdi. Ishqilib kun siri. Bu narsa yani Xitoyga yana qaytadan qulluq ideyasi bilan moslashayotganida o'zining xalqining tatgan zulmlarini yo'q chiqarishga to'kib qo'shyapti amaliyotda. Bu Uyg'urlarimiz buni tushunmayapti. Bu kadar hamoqatli bo'lmaslik kerak. Siz chet elda yani erkin bir siyosiy sharoitda hech kim sizni Xitoyga so'zlabsa deb tutmaydigan yoki bir zulm qilmaydigan bir davlatlarda yashab o'tib turibmi? Voy mening dadam batdi vatanda, onam batdi, urug' tuqqanim batdi degan bir sabablarni ko'rsatib gap qilmasligimiz meningcha buni to'g'ri tushunadigan bir nima emas. Bu insondagi, ya'ni Xitoyga jismoniy jihatdan mahkum bo'linmagan bo'lsa-mu, ya'ni tutqun qilinmagan bo'lsa-mu, ruhiy jihatdan allburun Xitoyning tutquniga uchrab bo'lgan insonlar desak bo'ladi. Menimcha. To'g'ri deysiz hakikaten. Hey, endi albatta shu qahramonlarimiz, ya'ni mayli lager shoirlarimiz bo'lsin, mayli shu Xitoyning jinoyatlarini ko'plab oshkorlaganlar. Bular ko'plab Xitoyga besim qilib, oxirida ham sizningki oilangiz masalan va boshqa organizatsiyaning xizmatdoshlaringizning oilasi kelgan masalalarmi Amerikada jiq kun tartib bo'ldi hamda. Ve Mike Pompeo vazifesinden ayrılış günü bunu hemmimiz bilgendek irqiy qirg'inchilik degan masalamdi. Bilgangicha hozirgacha hamda kun tartib turyapti, uni ustiga nurg'un narsalar qo'yilib. Mushu jarayonlarni qisqa bir eslab o'tamsiz? Eslab o'tsam 2016-yili bu lagerlar boshlandi dedik, shunday-ku. 2017-yili öz inim 9-ayda tutqun qilindi. Tutqun qilgan vaqtida opamga saqchilar o'g'lim nim qildi, nimga tutsa desa, hadisi oyada shu yetmamdi degan javobni beribdi. Demakchi men sababli tutilgan bo'ldi. Shu vaqtning o'zida men noroziligimni bildirmoqchi bo'ldim. O vaqtida opam bilan bir maxfiy usullarda telefonda ko'rishalaydim. Opam yolurdi. Çıkılma, bu meseleni bir şeyde unutup gelin balam. Bu bizning işimiz, fikringizni qanday qutuldirish. Siz jim turing, siz aralashsangiz bu ish cho'nglab ketadi. Dediki, ma ikki yig'in ichilyotgan Beijingda 10-oyning qanchasi yig'in tugisizlam qo'yib birdikan. Biz shu umid kutyapmiz. Shu vaqtgacha tutib turdikan, siz jim turing deb ko'z yoshlari bilan shunday yolvordi opam. Bu azoblarimni opam uchun qalbimga nim qilib andishlarimni ovoz chiqaramay bo'g'ilib shunday yashadim bir qancha oy andishida ukam nadadan nim qilayotganini degan men bilan 2018 2-oyning 3-kuni men bir qizdan telefon topshirib oldim. Hada oldingizmi? Ürümçideki barlıq urug' tuqqanlarimiz G'uljidan va Ürümchidan bo'lib 24 odam siz sababli tutilibdi deb portlatqich bir xabarni yetkazdi. Amerikada o'qiyotgan bir qiz oilasidan anglabdi bizni oilamizni jiraqdan bildigan bir oilaning qizi ekan. Ishonmadim dastlab. Darhol telefon qildim. Telefon daftarimda bor. Bütün urug' tuqqanlarning telefonini ko'rib chiqdim. Berma Ahri
qayta urush jarayonida kichik opamni 3 kun avval yurak operatsiyasi qildi deb bir xabarni anglagandim. Yeshulmisi shu badu deb urdim. Aldı kichik opam. Elib opamlar qini, dadam qini aldab dedim. Rahmetli bo'lib ketdi bu turib kichik opamni shu yurak azoblari bilan undaqcha aytganda. Onun 2 balası, 2 kelini tang tutilgan shu kuni. Gül, biz sizden razı, telefon qilmang, biz yaxshi, bizden ansirmang deblam ciddi ahangda. Telefonni qo'yibdi. Hayotimda uni undaq ciddi menga talaffuzda gap qilganini uqmayman, akiltib turib gap qiladi. Yumshoq. Shunchalik suyib turib kichik 3 yoshlik 2 yoshlik bolani aklatgandek talaffuzda gap qiladi. Sezdi yuragim. Bir shumliqni sezdi. Shuni bilan doktorxonalarga u boya telefon qilish orqali tutilganligini isbotlagan bo'ldim. Shuni bilan idoraga chiqib boshda. Men istifa beray. Men 20 yildan ortiq muxbir bo'lib ishlabdim. Endi ota-onamga bola bo'lgan vaqtim kelibdi. Men buni anglatmasam bo'lmaydi. Chunki muxbir bo'lish suhbatimiz bilan shaxsiy mındaq bayonotlarni yoki bir tashkilotlarga yo bir televiziya boshqa yerlarga berishda cheklanimiz-ku, ma'lum cheklim. Shu men cheklimni buzib tashlash uchun, ovoz chiqarishim uchun buni men qilay deb boshlig'imizning qishiq kirdim. Nayt sabrchanlik bilan anglab menga madad berdi, menga qo'llaydig'ini, o'zini quvvatlaydig'ini, nayt keynimda turdig'ini dedi fidokorligim ve cesaretimni hürmet kıldığanlığını. Ama yalnız sen emas, bilişimizce radyoda senden başka yine 5'inin ailesi tutulğanlığı məlum. Ve biz Keynal'da bunu toğru yolunda anlatışını fırsat yaratımızda şunu bilen ben hem hizmet qilib turib hem bunu axbaratlarda çıkışqa başladım. 2019 yılı yo'q 2018 yılının 3. aydan keyin Amerika Davlat Majlisi bizni qabul qildi. Biz ko'rishdik Erkin Asiya Radiosuning muxbirlari. Ya'ni shu bayonotchisi bizni qarshi oldi. O'rtag'us xonim. Shu Mike Pompeo'ning qo'llasidagi. Bilsanglar shu davr Amerika prezidenti Trump'ning birinchi qitim prezidentlik vazifasini o'tayotgan vaqti. Shu jarayonda irqiy qirg'inchilik boshlandi, mundaqcha aytganda. Mike Pompeo'ning shu bayonotchisi mundaqcha aytganda Amerika tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi bizni qabul qildi, hikoyalarimizni ta'sirlanib turib oldi. Keyin bizga yuqori baholar berdi va xizmatimizni davomlashtirishimiz va Xitoydan buning so'rg'ini qildiganligi to'g'riliq va'dalarni berib görüşüp çıktık. Aqıdan Amerika Davlat Majlisida guvohlik berish yig'ini o'tkazildi. Men uningda o'zimning oilam va butun Erkin Asiya radiosidagi Uyg'urlarning beshiga kelgan. Bu shu qirg'inchilikni anglatayotganimiz uchun, Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlarini fosh qilayotganimiz uchun bizni chegara qilgan bostirish usullari orqali bizga besim ishlatgandan boshqa vatanda qolgan, Sharqi Turkistonda qolgan barliq urug' tuqqanlarimizning lagerlarga so'lganligidek bu hikoyalarni anglatdim. Shu vaqtda Marco Rubio efendi, Davlat Majlisi a'zosi, shu bizni mening guvohligimni anglayotgan inson bilan bog'lanishim bo'ldi. Hissiy bog'lanish. Uni men his qildim. Qalbi bilan angladi hikoyalarimni. So'rdi, bu kadar zulüm, bu kadar ağır bastırışqa uchrayotganinglarni nima uchun boshqa Uyg'urlardan anglamadik dedi. Nima uchun biz endi anglayapmiz dedi. Dedim, Xitoy hukumatining zulmidan ota-onasining va zulmga uchrashidan o'zini kaçırıvatı da Uygurlar. Ameliyat bir şey değil. Utta her bir Uygur'dan sorsa, hiç bulması bir uruk tukkunu, bir dostu bulsun o lagerda yittiğlik diyen cevabını verdim. Tuncu gittim İngiliz tılıda amvi sorunda sözleşim ben ama. Aşı minutun özümü korku içinde sözledim. İnsan korkmayı demez. Ama ben o korkunu yendim.
Ben 25 adamның avazı dedim, hatta 50 adamның avazı bulup durup sözledim şu yerde. Özümüzden bütün şu muhbirlarının tutulgan uruk tuqqanlarının sanını koysanız 50'den aşırıya aşmayız bunun özde. Mening uyumdillam 25. Şuna ben bir can emas, ben bir canımga 25 canını ve hatta 50 canını, milyonlagan, 100 milyonlagan canını qitip durup aşağıda sözledim diyelim. Bu cesaret şundaq payda bo'ldi bu yerda. Ammo yana bir tarafdan g'ururim puchlandı. Esimda shu so'zlab chiqqan vaqtimda bu televizorlarda hamma yerda g'ulg'ul bo'lib ketdi. Chunki bu tunji qitim Xitoyning Sharq Turkistonda qurgan jazo lagerlari haqidagi tunji guvohlik berishigini Amerikada bir davlatning davlat majlisida bütün axborotlar chiqdi. G'ulg'ul bo'lib ketdi, Uyg'urlarga ilhom bo'ldi, nurg'un boshqa Uyg'urlarga so'zlashga bir turtki bo'ldi, menimcha. Va undan keyin nurg'un bolalar men bilan aloqa qilishmadi, men qanday boshlayman, kimga anglataman deb nurg'un bolalar mendan maslahat so'radi. Men ularga yo'llarni ko'rsatdim. Ammo shu yerda bir noyati peshqadam bir inqilobchimiz maxsus telefon qilib, "Nima dedingiz? Oy Gulchehra, biz sizdan bak faxrlandik. Siz bak ta'laylik jumu. Amerika Davlat Majlisidagi o'rinlarda qarama-qarshi o'tirib turib, shu Marco Rubio'dek mushtaq odamlar bilan so'zlasha oldingiz" dedi. Hamma qoldim. Bu yerda ta'sir qilgani mening nima deganim emas. Mening shu davlat majlisida o'tirib Amerika davlat rahbarlariga qarab turib dardimni anglitishim, dardimni anglata olishim faxrlangidek ishmi? Asli g'ururim puchlangan minut o. O'zimning davlati bo'lmaganligi uchun, o'zimning mustaqil hukumatim bo'lmagani uchun Amerika hukumatiga qarab turib yig'ladim. Dardimni anlatdim, anlatishga majbur bo'lib qoldim. Men dedim oxiri bu kimga? Shu telefon qilgan peshqadam odamga. Bu davoni nima uchun qilyapmiz? Bu dava qilish jarayoni, faxrlanish jarayoni. Bu g'ururimiz puchilanish jarayoni bo'lishi kerak dedim. Meni shu kongress kirib usul o'ynab bergin degan bo'lsa, xo'shal usul o'ynab chiqsam, hozirqidanmi faxrlangan bo'lardim, xo'shal bo'lardim dedim. Biz Xitoy bizni bo'zaq qilib ketdi. O'zimizni qutqizishga amalsiz qilyapmiz. Menga yordam qil deb yordam so'rab kirdim yerga dedim. Bu hayotimdagi eng tuvanga tushgan bir paytqo amaliyotda. Shunami bir Uyg'ur bo'lish bitim. Chiqqa qilman. Shu. Biz bu kunlarga majbur bo'ldik. Xitoy sabablik mustaqilligimiz bo'lmaganligi sababli hatto bu kunlarga majbur bo'ldik. Hatto yo'qolib ketyapmiz. Afsuski Uyg'urlarning shu birdan-bir Amerikadagi ovoz bo'lib anglanayotgan radiomizning o'chib qolishi bak afsuslanarli bir ish. Bak afsuslanarli bir ish. Bu bir muxbirning yoki bir qancha muxbirning xizmatdan qilish masalasi emas. Albatta. Bir millatning ruhini puchlash masalasi-ku bu yerda. Xalqimiz umidlarni kutgan. Erkin Osiyo radiosi orqali nurg'un xabarlarning ta'siri orqali Amerika hukumati irqiy qirg'inchilik deb bekitgan edi. Ammo bu taqilib qoldi. O'z vaqtida Mike Pompeo apandining ayrim ko'rishini talab qilib xat yozdim, necha qitim. Bu xat oxir javobli keldi. Mike Pompeo apandi bilan ko'rish fursati yaratildi. Ko'rishdik. Mike Pompeo apandi, men Mehrigul Tursun, yani Arfat qatorliq bir qanchamizni qabul qildi va biz bilan bu vatandagi urug' tuqqanlarimizning ahvoli to'g'riliq suhbatlashdi. Shu yerda biz buni Xitoyning qilayotganligini, qilayotgan zulmlarning irqiy qirg'inchilik ekanligini anglatdik va shundoq e'tirof qilinishi kerakligini talab qildik. Degandek biz ta'minlagan materiallar o'z ko'rishgandan keyin bu dastlabki Trump hukumati eng oxirida majbur bo'lib qoldi, ya'ni buni e'tirof qilishga. Ishimiz vazifasidan
Trump hökuməti kelishdən bir gün avval bunu irqiy qırğınçılıq deb tonuğan boldu və bu məsələ, yəni Uyğur irqiy qırğınçılığını tonuş məsələsi Amerikadakı iki partiya o'rtasida hech qanday da'talash bo'lmay turib e'tirof qilingan tunji masala. Uyghur meselesinde. Yani ilgirki Prezident Trump ve keyin chiqqan Joe Biden efendim o'xshash ishki yani prezident ve bu hükümetler irqiy qirg'inchilik deb to'nidi. Undan keyin boshqa davlatlar ve parlamentlar ergashdi. To'g'ri. Bu jarayonda jiq badal to'ldik. Muxbirlarimiz şu azaplarını, urug' tuqqanlardan tutilgan, hatta öldürülgen, yo'qolib ketgan, şu qayg'u hasratlarini yurgida tengib yurib, endi kunda shu xil besim bilan o'rnimizdan qo'pimiz, kunda yana shu xizmatlarga yuzlanamiz, hammani unutib turib xizmat qilamiz. Ammo bu azab yig'layversa, o'xshamagan yerlarni teshib chiqargan salomatligingiz, ro'yi oltingiz ham narsa ta'sir ko'rsatadigan albatta. Albatta. Bizning muxbirlarimiz ajoyib jasorat. Har bir muxbirimiz o'xshamagan, ya'ni mundaqcha aytganda Erkin Osiyo radiosining muxbirlari hozir butun Xitoy hamda vatandagi butun yetishib chiqqan shu 70-yillardan ta 2000-yillargacha yetishib chiqqan butun har kasbning ahllari, har sohaning mundaqcha aytganda yetakchilari, yani ziyolilarni yo'qotgan bir mezgilda birdan bir saqlanib qolgan bir to'pliqchu ziyolilar to'plig'i bu Erkin Osiyo radiosi. Chunki aramizda Nabijon efendimdek olimlar, yani tarixchilar, Asad Sulaymondek tarixchi olimlarimiz, tilshunoslarimiz, hatta shu tahrirlarimiz, boshqa jurnallardan tahrir xizmatlarini ishlab baqqan har xil kasblarda o'zining o'xshamagan sohadagi yetakchi rolni o'ynay oladigan Uyg'ur ziyolilar yig'ilgan bir to'pliqchu. Bunda bir to'pliqning ishsiz qilishi va yoki o'zining iqtidorini joriy qildira olmaydigan bir kasblarni qilib jon beqishga majbur bo'lib qolishi Amerika uchunlarni butun Uyg'ur xalqi uchun bir cho'ng yo'qotishchu. Bundaq bir ziyolilarni barbod qilib etish, chechib etish. Bu kuchimiz az qolgan vaqtida texmi cho'ng bir kuchni qo'ritish hisoblanadi menimcha. Shunga bu to'pliqni, bu ziyolilar to'plig'ini qadrlab, yana bir shundaq bularning iqtidorini joriy qildirgan bir sharoit, bir muhit yaratish eng oldimizdagi eng muhim bir masala bo'lib qoldi deb qarayman. Ammo bu orzuyimizga, ya'ni bu narsaga qanday yetdimiz, uni bilmayman. Bilishimcha hozir radiomizda 200 dan ortiq muxbir menga o'xshash xizmatdan shu radiomizga berilayotgan hukumatning fondi to'xtatilganligi sababli ishdan qoldirilganligimiz haqida xat topshirib oldik. Uyg'ur bo'limida faqat 10% dak inson. Uyg'ur bo'limida hamma muxbirlar. Yo'q, Uyg'ur bo'limida biz 20 dan ortiq muxbirlar bor. Tibet, bizda 10 dan ortiq bo'limlar bor bizning radiomizda o'xshamaydigan tillar. Har birisidan hamma muxbir asosida xat topshirib oldi. Bu yani dunyoning boshqa yerlaridagi muxbirlaringlarchi? Ular eng boshda ular qoldirildi chunki. Chunki iqtisod bo'lmaganlik sababli. Ammo eng tas masala shu xizmat vizasi bilan Amerikaga kelib va yoki boshqa vizalar bilan ishlayotgan muxbirlar. Bularning vizalari bekor qilinganda bular xatarli holatga kelib qoldi ba'zi muxbirlarda. O'zlarining vataniga qaytishga to'g'ri kelib qolsa, agar u diktator davlat bo'lib qolsa, nima boshqa tilli millatlarga. Uyg'ur bo'limida muqim ishlayotgan 21 odam bormi? Ishxonada ishlayotgan. Chet ellardami boshqa muxbirlarimiz bormi? Hamma maxfiyatlikni men oshkor etishni hojat yo'q deb qarayman. Shu uni ustiga men Erkin Osiyo radiosining qonunli bir vakili va yoki boshlig'i bo'lmaganligimiz uchun ba'zi inchki masalalar to'g'riliq javob berishim to'g'ri bo'lmaydi hozircha. Bu jihatda o'zimizning bo'lim boshlig'imni yaqin yana bir vaqtda munosabatlik masalalar to'g'riliq bir bayonot berishi mumkin. Shuningdek texnik sifirlar, bu jarayonlar, bu tadbirlar
Bunun əpkilliğən təsiri qatarlıq keng dairədə toxtuldu dep qarayman. Hamda bilişimçi ictimai taratqulardan faydalanıp şöhret oşur efendimmi naiti ixcham ama naiti to'g'ri bir javobni yetkazibdi anglag'uvchilarimizga. Uning uchun rahmat. Shuningdek anglab bildi deb o'ylayman. Yani xitimizda aniq qilib bizningki xizmat savalligimiz va yoki iqtidorimiz sababli bu emas. Faqat shu radioga berilayotgan fondining tuyuqsiz to'xtatilganlik qarori bilan bu muxbirlarni ishdan to'xtatishga majbur qolganligi. Ammo yana davomli manfaatlarimiz uchun radioni qayta qurish uchun shu sotni davomlashtirayotganligi haqida xat topshirib oldik. Bu sot ya'ni arz, ya'ni bizning manfaatimizni qo'g'dash maqsad qilgan arzlar davomlashyapti. Ayrım sual, aslında bu radionun takılış meselesinde ayrım bir sualım var. Siz bunun temasını açtınız. Şu an müşahideme bir fikirler, elbette sizlerge məxsus radio qartılğan bir məsələ, məsələn, Trump hökumətinin növbəti qıvatqan nurgun yerden dikalavatı doğamdı. Lakin bu şu, sizce hem de müşünçü ola əməliyyatda bulup mu? Amerika'nın düşmanları ya ki diktatör sistemindeki devletlerinin ki o yerdeki əməliyyatda bu axbaratın güçlü şekilde texami küçeytilişi Amerika'nın o devletler aldıdaki kolunu küçeytidiğen bir saha aslında bu. Bunu küçeytişinin orduğa aslında Trump texami küçeytiş gerek de küçüşmemiz gerek normalde. Xitayga to'xtamay Xitoyni bir aram qilayotgan bir boshqasini taqsima buni taqmay texami küçeytib Xitoyni yig'ini tatlaydi deyish kerak bo'lgan narsa. Sizlar qanday buni analiz qildinglar? Bundaqcha aytganda Trump efendining prezidentlik stili deymiz, bundaq prezidentlik pasoni. Hamma insonni cho'chitadigan darajada o'xshamaydi. Şuna mənləməz, sizləməz, hətta bu kabinet işçidiki, Amerika hökuməti işçidiki xadimlarmı, hətta üzvlər xizmət qıvatqanlarmı onun əhəti nimi qıldığanlığı və ya ki tuyuqsuz nimi özgürüş əp kildiğanlığını qiyas qılamaydı ki. Çünkü biz mi anlatan qaldık, prezident boluş sübti bilən elan qıvatqan bu qararları hem de Amerika dövlət mənfəətini qoğdaş, Amerika xalqının mənfəətini qoğdaş yüzüstən qılınıvatqandaki çoxun bunu yaxşılıq tərəfi var degan bir ümiddə qaravatımız həmə məsələyə. Çünki radionun taqılıb qilishimi oxşamagan tərəfdən qarashqa to'g'ri keldi. Mən bir hamda 24 yil ishlagan bir muxbir bo'lish sifatim bilan Erkin Asiya radiosi o'zingiz bilgandek foydalanmaydigan bir o'rin, ya'ni pul xashlaydigan bir o'rinda. Amerika xalqining jiqqan ya'ni boj puli Amerika hukumatining mablag'i bilan qurilib şunun bilen 24 yıl bu şu avazımı çıkarıptı mı? Yani Uygurların derdini anlatılattı mı? Bu 24 yıl için ben Amerika qarzdar, ben Amerika halkı qarzdar ve onlara teşekkür burcum var dep qarayım. Biz Uygurlar özümüz kurvamadık, bir tiyin xəşləmədik bu radioga. Bu sarxıllarını şu Amerika hükümeti dünyanın həmə yerlerinden terip шығып əp geldi, meni ve başqalarını mı? Haqiqiy iqtidor egalarini hurmat qiladigan, fikr erkinligiga hurmat qiladigan bir hukumat, bir davlat bo'lganligi uchun izlayotgan, kishilik huquqsiz qilayotgan, erkinligi yani butunlay mahrum qilingan bizdek bir millatni biz millat uchun hech qanday Amerikalik Uygurcha so'zlamaydi, Uygurchani bilmaydi, hech qanday aramizda 10 ming chaqirim orliq bor. Ya medeniyet birligimiz, ya bir til, ya bir boshqa jihatda ulanishimiz yo'q. Bir narsa insonlik uchun qurilgan bir radio. Shunday-ku. Biz bundan manfaatlandik. Shuning uchun biz Erkin Asiya radiosi va yoki Amerika hukumatini tillash haqqimiz yo'q. Ular bizga bu fursatni bergachga biz dardimizni anglata oldik. Bu bizga berilgan intayin cho'ng bir yaxshi fursatdi. Biz bu fursatdan menimcha yaxshi foydalandik deb qarayman. Ve pidakarlık bilen, can pidalık bilen işlep durup faydalandık. Ve bunun kimi bunda fırsatlar çok mevcut. Eğer Amerika özününki insaniyet kılgan vədiləri, yani erkinlikni, baraverlikni, adaletni, kişilik hukukunu qoğdaydıgan bu xil yani qimmat qarşını qoğdayman dese, bugünkü günde izleyatkan Uygurlar üçün yeni bir, muşundaq bir orunun kuruluşunu
o'zining bir mas'uliyati deb qarash kerak degan umiddaman. Men jiqni talab qilmayman. Men yana Trump hukumatiga rahmat aytaman, chunki Trump hukumati irqiy qirg'inchilik bu demagan bo'lsa, Xitoy hukumati untinsiz bizni yo'q qilib tatdi. Millionlagan qarindoshlarimizni untinsiz shu lagerlardan o'ltirib tugatdi. Ammo qanday hukumsin biz jiq badal to'ldik, ammo to'sib qolaldik ma'lum darajada. Xitoy o'zining siyosatlarini o'zgartirishga majburlandi, uni yolg'on so'zlab oqlashga majburlandi. Bushda hammasi Amerika hukumati tomonidan qurilgan bu radioning, ya'ni Amerika hukumatining kuchi va uning shu kishilik huquqimizga Uyg'urlarni inson sifatida, ya'ni qadr qimmatini qilganligi uchun bergan bu fursat sababidan, ya'ni Uyg'urlar yana bu irqiy qirg'inchilikdan, ya'ni butunlay saqlanib qoldi delamayman. Surat asılgan bo'lishi mumkin. Bu davomlashyapti. Ammo buni qanday qilib to'xtatish yana hammamizning vazifasi. Qanday qilib bu adolatni so'rash yana hammamizning vazifasi. Tirikkanmiz, hech nimaga kechikmaymiz. Opam 73 yoshli opam lagerda 40 kun yetib chiqib degan birinchi so'zi, hech yig'lamang, yeshingizni oqizmang. Alhamdulillah tirikli bo'ldik-miz, jon tandi bo'ldik-kan, hammaga ulgurimiz. Yaşam ve yaştan dedi. Köp rahmet inşallah. Şunu layık buluşqa. Nasip olsun Rabbimiz. Hem de söylesem, sorsam nurgun mesele vaktimiz var, uzarıp gidiyordu. Lakin körülmelerimiz mukanmayıyordu. Her eski adına ait köp inkaslar var. Köptün köp rahmet etimiz, körülmelerimiz gibi. Hem de şu 2019 yılı Magnitski kişilik hukuk mükafatı, 2020 yılı axbaratçılıktaki cesaret mükafatı veriştiniz. Bu mükafatının beriliş, arıq görünüşünü biraz sizden anlayan basak. Bilisiz, irqiy qirg'inchilikqa uchragan xalqning bir parchasi bo'lish sifatim bilan men bir odatikimda chet el muxbir emas. Oilamni bevosita irqiy qirg'inchilikning ta'siriga uchragan, zulmga uchragan bir inson bo'lish sifatim bilan bu irqiy qirg'inchilikni yolg'iz muxbir emas, bir inson bo'lish sifatim bilan qanday anlatman, nimalarga anlatishim kerak degan shu izdinish bo'ldi menda. UNning qaysi bo'limlaridan tortib hukumat bo'lsin, qanday munosabat qilib, qanday anglatish, nimani anglatish, nima ekanligini anglatish to'g'riliq rasmiy plan tuzdim. Bu planlarimning orasida qanday qilib hozirgi shu zulmdorlarni jazolagan bo'ldi. Ya'ni opam dadamni tutgan, millionlagan Uyg'ur xalqini lagerlarga begunoh so'lgan bularni qanday qilib jazolash mumkin? Xitoyni qanday to'xtatish mumkin? Bu vaqtda izlanish jarayonida albatta do'stlarni tutdim, Amerika hukumati ishchidagi tajribali siyosiyonlardan maslahat oldim, to'xtamay ko'rishdim, ishlarni burun urpaqma ishlarni urib kirib dadimni anglatdim degandek mush konkurslarga kirib erinmasdim. Chunki men hayot qutqizyapman deb o'yladim. Shu jarayonda bir Amerika shu tashqi ishlar ministerligidagi bir do'stimiz, uning ismini aytmay, dediki, bizde kural yok emas ba dedi Gulchehra. Bunu Rossiyaga qo'llandik va boshqa yerlarga qo'llangan işte diktatorlarga. Uning ismi Magnitskiy kishilik huquq qonuni dedi. Ha dedim, bunu o'rgandim. Kim bu dedim. Mushundaq bir kishi deb Bill Browder efendini tanıştırdım, mush qonunni tanıştırgıchini. Shuning bilan men dedim, ko'rishiman mush inson bilan, men ko'rishtira olamsa dedim. Bu mukofotdan xabarim yo'q o vaqtida. Sergey Magnitskiy degan mushu Bill Browder bir millioner Amerikalik, buning advokati, Rus advokati. Bu Rossiyada mushu nurg'un iqtisodiy mablag'larni sog'an bir millioner kishi ekan. O'z vaqtida mushu Rossiyaning prezidenti nimaninki mushu pulun to'ngiltib qo'yishiga uchragan ekan. Shuni boj to'ngiltib qo'ygan bir sabablik bu Rus muxbirini tutgan ekan. Shu Rus muxbiri Rossiyaning turmusida o'lib ketdi ekan. Shuni xotirlash yuzasidan bu Sergey Magnitskiy kishilik huquq mukofotini ta'sis qilgan ekan. Hamda
bu Bill Browder efendi bir qitim Washingtonga yig'inga kelib qapti. Shu vaqtda mening ta'lim men shu bu odam bilan ko'rishni talab qilayotgan vaqtim to'g'ri keldi. Shu men ta'limimni xat orqali yetkazgandan keyin shu do'stimiz, ya'ni Amerika hukumatida ishlaydigan. Darhol men ko'rishay dedi, intayin kichik fe'llik bilan. Bu inson bilan yüz o'tirib Uyg'urlar yuz berayotgan ahvollar qanday qilib bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, qanday qilib men ota-onamga tutilgan urug' tuqqanlarimga qanday adolat izlashim kerakligi haqida maslahat so'radim. Bu odam intayin ta'sirlangan holda hikoyamni oldi. Men yig'ilsam tang yig'ildi. Shu bilan bir ig'iz gap qotmay turib shunchalik nima deymiz endi sabr bilan oldim. Yenida bularni o'rinlashtirish bekchidikka yenida o'zining bir yordamchisi turdi. U birdan soatga qarab to'shdi yig'in vaqti keldi dedi. Uni darhol qo'lini ishitib sen jim tur degandekchi. Hozir yig'indimmi muhim bir masala bor degandek uni to'xtatib qo'ydim. Men ishkilandim. Dedi, bugungi butun vaqtim sizga. Hech ishkilanmay gap qiling dedi. Bütün ahvollarni, bildigan ahvollarimni, anlaganlarimni, ko'rganlarimni, ishlagan xabarlarimdan tanlab turib anglatdim. Bo'ldi, men Amerika hukumati va boshqa hukumatlar bu vaqtda qila oladigan ishlarimni qilaman. Qo'limdan kelishicha yordam qilaman dedi. Bill Browder efendi ketiblan bir qancha kundan keyin 15 Xitoydagi elchixon xodimlarini, bosh elchilarni 15 davlatning Kanada boshliq. Vallahi nimaga? Shu vaqtdagi Abnur rayonga, ya'ni Uyg'ur Abnur rayonining rahbarlariga xat yozg'izdi. Biz Uyg'ur rayonda yashayotgan xalqlarning kishilik huquqidan ansirayapmiz, biz ziyorat qilishni talab qilamiz deb. Uch xat yozg'izdi shu Bill Browder efendi. Albatta Xitoy uni qo'shilmadi. Ama bir kuni telefon qabul qildim. Undan bir necha oy o'tgandan keyin tuyuqsiz telefon qildi Bill efendi o'zi. Men Bill Browder sen bilan sizlashgan dedi. Voy, rahmat sizga. Odatda odam hech kim bilan ko'rishmaydigan bexatarlik hisdan, chunki u tutish buyrug'i chiqarilgan Putin tarafidan-da. Putinning birinchi dushmani degan nom bor o'zining. Xo'sh. Bu odam bexatarligiga bak diqqat qildi-ki, ko'rish tasga. Çünkü ne çıktım qastlashga uchirgankan-chu. Şu o'zi telefon qilib, sen bu yillik, ya'ni 2019 Magnitsky kishilik huquq mukofoti sohibi bo'lib tanlandim. Bütün shu mukofot sohiblarini tanlash komitetidan hammamizdan o'rtaq ovoz bilan seni tanladik dedi. 20 necha odam tanlaydi ekan. O'xshamagan sohalardan taklif qilingan mutaxassislar tarafidan. Neyim deyishimni uqmay qoldim. Chunki men undan bir mukofot olaman degan nimada anlatmagan u dedim. O dedi, bu jasoratingdan men hayron bo'ldim, o'zim hurmat bildirman va bu qadar azob tuturib, yana bu xizmatni davomlashtirayotganim bütün dünyadagi muxbirlarga, bütün dünyadagi kishilik huquq qo'g'duvchilarga ilhom bo'lishi kerak. Men seni sahnaga chiqish orqali boshqalarga ilhom bermoqchi. Sen bizning qilayotgan xizmatlarimizning nima uchun ekanligini yo'ritib bergan ahamiyatini dedi. Bu menga qattiq ta'sir qildi. Bek xush bo'ldim. Endi yig'lab ketdim o'zimmi? Shunday ta'sirlandim endi. Shunday mukofot elish murosimi bo'ldi. Albatta bir muxbir bo'lish sifatim bilan idora organlarimizning bekitgan qoida qonunlarga moslashib xizmat qilishim kerak, maylilar bo'lsin. U kuni men bu qoidalarni buzdim. Maydonda radiomiz tayyorlab bergan nutq emas, o'zimning qalb so'zlarini qildim. Ya'ni Uyg'ur ya'ni Sharq Turkistonda Xitoyning elib berayotgan zulmlari ayni vaqtdagi Gitlerning ya'ni Yahudlarga elib qolgan irqiy qirg'inchiligi bilan farqlanmaydigan irqiy qirg'inchilik degan so'zni sahnada qildim. U vaqtida texi Amerika hukumati bo'lsin, mayli har qanday bir davlat buni texi madaniyat qirg'inchiligi deb kelayotgan bir vaqt edi. Irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilinmagan bir vaqt.
Şu vaqtida men bu so'zni qilganim uchun yani Magnitsky mukofotini ilib, kishilik huquq mukofotini ilib aytib faxrlangan holda Amerikaga qaytib keldim, ammo o'z organim tarafidan muxbirlik salohiyatimga qarshi hech kim irqiy qirg'inchilik demaganda bu so'zni qilganim uchun yani jazo uchirdim. Tegishli jazo uchirdim, ammo men faxrlandim, xush bo'ldim shu so'zni qilganim uchun. Chunki u sahnani manga yaratilgan emas, xalqimning ovozini olishga yaratilgan eng qimmatli bir fursat deb bildim. Shuning uchun men uni jur'at qildim. Men shunga jasorat qila olganimdan xush bo'ldim. Keyin Billapandi sahnadan tushgan vaqtimda o'zingning qanchalik jasoratli ekanligini va bu mukofotga haqiqiy loyiqligini texmo yani bu yerda yani o'zing isbotlab ko'rsatdim dedi. Shu. Keyin 2020-yilga kelganda bu ayol muxbirlar fondi tarafidan jasorat mukofoti, jasoratli muxbir mukofotiga erishdim. Shunodimi bu fondining prezidenti o'zi telefon qilib uqtadi. Shu o'zi telefon qilganda sen mushtaq mukofotga tanlandim, seni tabriklayman degandi. Ha deb ma'qul men nima uchun deb so'rabdim. Nima uchun deb so'rasam, o'shundoq bo'lgani uchun deydi. Shuni o'zlarining quvvatqanlarining qanchalik boshqalarga ilhom va jasorat berdig'ini his qilmagan darajada tabiiy jasoratligim bizni ta'sirlantirdi deb shu mukofotni menga loyiq ko'rgandim. Demakchi, erkin davlatda qiziq yeri vatanda agar shundoq jasoratli bo'lsa, yani Xitoy zulmi ostidagi, ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistonda agar rostga qilsak, turmalarga solinamiz, hatto o'ldirilamiz. Erkin davlatning farqi shuki, siz rostga qilsangiz, sizni shundoq mukofotlaydi ekan, tojik kiygizdikan shundoq. Dan aks holda Xitoy hukumati menga terrorist qalpoqni kiygizib qo'ydi. Nayt çok farq aşno özümüzü. Demek ki ben o qalpoqni kiyganimdan faxrlanaman, chunki dunyodagi eng ashaddiy, eng zulmxo'r terrorist hukumat bo'lgan Xitoy tarafidan terrorist atilish. Sharaf medali da bizni shuni. Sharaf medali. Albatta sharaf medali. Ham Xitoyning xoliga odamni, o'ziga qarshi har qanday odamni terrorist degan bu so'z bilan yani jazolaydiganligi, ashuni qalpoqni kiygizalaydiganligi, qarulalaydiganligining bir isboti bo'lish sifatida bilan u terrorist degan Xitoy bergan qalpoqma u deb faxrlanib turib ko'rsatdim. Chunki meni terrorist deyilgan, yani bir xalqaro tarafidan e'tirof qilingan bir muxbirni terrorist deyilgan Xitoy har qanday bir Uyg'urni terrorist deb bostira oladi, o'ltira oladi. Buni ko'rsatdi. Shunga bir men uchun siz aytgandek bir sharaf medali. Doğru deysiz yani. Bir karikatür mü şundan maslashibdi o Xi Jinping'inki. Uni sizga qeyrindishimizga rahmat. Naydi yaxshi bir tasvir bo'ldi. Endi mushu albatta yani mushunchalar ishning ichida bir yozuvchi bo'lib ketdingiz. İngilizce baştan nashr qilindi bu kitobingiz. Taşma tushgan yerda. Ha, ma karikatür demeni. Evet. Ne xil tillarda chiqdi bu? Taq tilda bak ko'p. Arabcha yozib qo'yibdi ekan qarsam. Kitobingiz Taşma tushgan yerda aziz. Tushgan yerda aziz. Bu kitob albatta hozir turkchaga tarjima qilib sotiliyotir. Boshqa nemischaga ham tarjima qilindi-ku? Shunda. Xitoychasimi chiqish oldi inshaalloh. Yani nayeti elbette bütün sizin bir hayatınız tasvirlengen. Bu kitap hakkında mı bunu yazışqa Türkiye bo'lgan narsa qanday qilib bu kitobni yazdingiz? Yazgandan keyin balki Oslo degan nurg'un forumda so'zlash masalalarimi kitobdan keyin bo'lgan ishmi oldidagi ishdan? Oslo forumisiga chiqish uni oldida bo'lgan. Kitobni jiqta qoldi desam bu masala kitobninki yezish sababi haqida biraz to'xtalsangiz. Pandemik vaqti yani bu Covid virus tarqalgan mezgilda hamimiz uylarga solinib qoldik. Xitoy virusi. Dal mush mezgil. Men uchun bek yaxshi bir fursat bo'ldi kitob yozish uchun.
Kitap yazış bir qancha qitim xiyolimga kelgan, ammo xizmatning sijilligi bu sabablar bilan tutish qilolmagandim. Men kitap yazış takliflari bir qancha Amerikadagi nashriyotlar, Angliyadagi nashriyotlar tarafidan kelgandi. Shu men Magnitsky mukofotiga erishgandan keyinlam. Ammo men shu vaqt chiqarolmaganligim sababdan rad qilib kelgan, ammo shu uydan o'tirib xizmat qilayotgan jarayonda yana 2-3 soat yo'lga ketadigan vaqtimiz eshib qoldi, mundaqcha aytganda boshqa ishlarimiz uchun. Shu vaqtni qanday nima ishlarni qilsam bo'ladi degan vaqtimda shu kitob yozish ya'ni taklifi keldi. Shu Angliyadagi va Nyu-Yorkdagi tarmoqlari bor bo'lgan xalqaro tanilgan bir nashriyot tarafidan shuning bilan bu kitobni yozishga tamshaldim va kitobimiz nashrdan chiqdi. Bunga tash ya'ni tushgan yerda aziz degan so'zni qo'yishimlik sabab biz muajiratdagi har bir Uyg'urning holini shu tash shu bir eg'iz aqliya so'z mundaqcha aytganda mujassamlab berdi deb o'ylayman. Mayli qandoq isliyalarda yashaylik, qandoq turmush sharoitlariga ega bo'laylik va mayli qandoq taraqqiyot fursatlari kelsin. Yanada vatanimizdan ayrilganimiz uchun ko'nglimiz sunib, bir kuni vatan ketaman deydigan arzu, armonni tengib turib yashaymiz. Shu hijrat qilgan insonlarni tasvirlaganda shu tashmi tushgan yerda aziz deydi-ku. Shu tash menkanman. Shu bu tashning hikoyasini desam yana uzrab ketadigan bo'ldi bu ziyoratimiz. Buni keyingi qitim qo'yib qo'yamdiq, yana so'zlab bermanmi? Shu dadam qisqa bir aslab o'tsangiz bo'ldi. Ma'qul. Amerikaga kelib bir oydan keyin opam dadam xalta soldi menga. Xaltaning ichidan quruq uzum, bir talnan opam solgan. Bir do'ppa, bir jaynamoz, momamdan qolgan jaynamoz. Keyin bu tash batdi. Tash chiqdi. Boshda o'yladim, bu ig'irlik to'shmay tashni ichiga sap qo'ydimmi deb o'yladim dastlabda. Hayajon bilan ochsizga bir xalta kelgan, ko'rmagan. Ailangiz bilan tuzuk munosabat qilmagan bir vaqt tunji xaltani ustiga. Men har qanday narsani puraq sezimim alaydi, kuchlikcha har qanday bir nimani puraq baqaman. Endi tuyg'um puraqlar bilan bog'lanishli. Shu tashni qo'limga oldim, purdim. Buni nimaga solgandi deb o'tirib ko'zimni yumib purg'inimni bilmay meni Urumchiga akatdi. Puraq. Bu tash tuproqdan olamizmi? Tuproq tushgan tash, tuproqdagi tash. Yomg'ir yig'ib bo'lgandan keyin bilamsizki bir xil hid ko'tarildi tuproqdan. Albatta. Bir xil nam tuproqning hidi. Urumchidagi u hid hozirgacha esimda-da, shu har qanday izlayman yomg'ir yoqqandan keyin yo'l yurishga amroqman. Ammo u o'xshamaydi qaro. Har qanday boshqa tuproqning hidi bizning aşı jutning kindiq kinaz to'kilgan jutning yomg'irdan keyingi ash tuproqning hidiga qat'iy o'xshamaydi. Shu tash dal ash tuprog'imning mening kindiq kinim to'kilgan Sharq Turkiston poytaxti Urumchi tuprog'ining o'zimning ma'lamning tuprog'ining turg'idi. Meni darhol shu yerga akatdi. His qildim, qo'llarim titrab ketdi. Ilk seg'inish, ilk judolik. Shu bilan tushundim, dadam hamma narsani ma'noliq bildiradigan dadam tarbiyani ma'noliq qiladi-chi bizga, bevosita bunday qilmay. Vositlik qiladi. Tash tushgan yerda aziz demoqchi ekanda dadam dedim. Shu telefonni qildim. "Oy, xaltni oldingizmi bolam?" bu deyishdi. Rahmat, bek ma'noliq narsalarni sabsizlar, menga saqlig'i bek. Tash tushgan yerda azizmi dada dedim. Mening aqlli qizim dedi. U menga bek ta'sir qildi. Shundan buyon 7-8 qitim uy ko'chibdiman. Toshni eng boshida sumkamga silolmay, juti ketmisin deb. Angushtar men uchun. To'lib purabmi, qo'llarimning ta'lari bilanmi? Tash paqirab ketibdi hozir.
Ama yana Ürümçini asıldı fırsat. O vatanımның bir parçası. Şarkı Türkistan'ның bir parçası. Elbette. Yani parçalanmaydiganlığında taş degan en qattiq cisim o dünyada kimdi? Qattiq cisimlarning biri. Bu taş bilan bağlanışlıq bak jiq ahliya so'zlarimiz barkan tuyg'ularimizni taş orqali bak yaxshi ifodalaydiganmiz. Tabiatga bak bağlanışlıq bir millat bo'lg'ashqimikin. Şuna o taşını tanladım. Şu taş düşken yerler aziz degan bu kitapның yazilish sebebi ilhami şu vatandan avatilgan dadamның ma'noliq yetkizgan bir signali. Şunun ilham bilan vatanıngizni unutib qolmang, kimligingizni unutib qolmang degan bir dadamning ko'ngil so'zi. Hakikaten yani sizin için kitabım bu. Bir Uygur'un ki sizin hayatınız bir aslama şekilde sübetlengen bir kitap bo'lgan bilan eminetli davayımızı anlatış için her bir Uygur'un tatip etken azabını okuyan kişi çunkuru his kıldığanım. Kitaptan kısqı düşendirişte kulağımı yapılamadım. Mişa Türkiye'deki halkımızga bu Türkçesini başkalarına Mişa'daki kardeşlerimizle tanıştırış için İngilizcesi olsa başka devletlerdeki halklarga bizning Uyg'ur xalqining nimalarni tatib etganligini his qildirish uchun bunday kitoblar albatta intayin qimmatlik. Ko'p rahmat aytamiz hamda. Ko'p rahmat sizga. Hamda Kitabımның yeri Abdullah Gipoz'u tatib oldim. Uyg'urlar chunki qo'lga ilib o'qish fursatiga erishganlar bak az deb o'ylayman, chunki inglizcha chiqdi kitap. Uyg'ur kim deganni Uyg'urlarning tonilishi, mundaqcha aytganda, haqiqiy turda xalqaraga ma'lum bo'lishi, shu lagerlarga qamalgandan keyin bo'ldi desak, oshirayotgan bo'lmaymiz. Burun nadil yashayli, men Uyg'ur desak, Uyg'ur degan nima deb so'raydi. Bildiganlarni ayt az deyim. Tadqiqot qilayotganlar u bo'la bilmagicha siyosiy masalalarga ancha-muncha ko'ngil bildigan insonlardan boshqa. Shunga men biz izilgan bir millat sifatida dunyoga tonilishni g'ururim chidamagandi. Men dedim o sizga o'zimning dardini anglatayotgan minutning o'zida g'ururim puchilag'liqdi. Shu bu millatning qandaq irodalik, qandaq o'zining erkinlik orzusidan yonmaydigan, qanchalik o'zlik kimligidan faxrlanadigan bir millat ekanligini va dunyoga qanchalik to'klarni qo'shgan va qo'sha oladigan, qanchalik mehribon va o'zaro har qanday o'xshamaslikni qabul qila oladigan va moslashib yashay oladigan, to'kib qo'sha oladigan, tirishchan, umidlik bir jasoratli millat ekanligini shu cho'nqur his qildirish uchun ham shu kitobni yozdim. Va shu jihatlardan bir Gulchehraning tug'ilib o'sib yetilish hikoyasi orqali bir Uyg'urning qandoq bo'lib o'z kimligidan hech kim hatto irqiy qirg'inchilikmi ya'ni voz kechgizolmaydigan bir millat bo'lib yaralgan nima uchun bularni bu Sharq Turkiston tuprog'iga bog'langan bu sevgi muhabbatini mushin uzun musofani uzolmaydigan qandoq mehr muhabbat bir millat ekanligini tanitish uchun yozdim va bu kitob texnicha qo'llarga yetib berishini albatta orzu qilman. Mumkin bo'lsa Türk o'qirmanlarimizning ko'plab ya'ni o'qishini albatta orzu qilmay va buning kelgusida uyg'urchasini e'lon qilishga tirishman va sizning bu fursatda kitobim haqida bir tanishtirish berganligingizga ko'p rahmat. Siz rahmat aytamiz albatta. Uyg'ur chiqishi va nihoyatda muhim kelgusida nurg'un yoshlarimiz uchun muhojirat etilayotgan yoshlarimiz uchun. Endi siz televiziyada yana bir savol shu tunji hijobli riyosatchi bo'ldingiz desak bo'ladimi? Undami bir qalpig'im bor. Bunda bir qalpig'ingiz bor. Bu qaror orqasidagi sabablar, nima ta'sirlar haqida masalan so'zlab bergan bo'lsangiz va bundan keyin bu qadamni bosgandan keyin mayli xizmat muhitingizda bo'lsin, atrofingizdagi kishilar besim yoki qo'llash bu nimalar bo'ldi masalan bu jarayonlarda? Eng muhimi bu qarorga qanday hikoyalarni so'zlashimga to'g'ri kelib ketadi, vaqtingizni olib kelishim mumkin. Ammo
bu savolning davomini keyingi suhbatlarimizda davomlashtirsak yaxshi deb qarayman. Alhamdulillah oldi bilan chet ellarga chiqish, erkin davlatda yashash, o'z kimligimiz bilan yashash, diniy kimligimiz bilan yashash fursatlarini baxsh etdi bizga. Ya'ni o'z kimligimizni tepish, bundoqcha aytganda, biz musulmon oilada tug'ilganligimiz uchun madaniyat sababli musulmon bo'lib qolgan, o'zimizni musulmon deydigan, cho'sh qilmaydiganlar musulmonlar aslida shunday-ku. Ko'pinchimiz, chunki Xitoy hukumatining diniy bostirishlari, kommunist hukumatining dinga qarshi siyosatlari sababli diniy tuyg'u, e'tiqod, bu narsalar qalbimizda cho'nqur o'rin olgan bo'lsa-mu, oila tarbiyamiz, yashash muhitimiz sababli. Ama onu praktik qilamadik, yana amaliyotda yashayolmadik, yashamadik. Shunday-ku. Qurbon hayit ro'zasini o'tkazatdik, bu musulmonlar bayramida. Ama haqiqiy islom yo'lida farzlarni ado qilib turib yashash fursati bo'lmagan. Ama Amerikaga chiqqandan keyin buni o'rganish, bilish va shu yo'lda yashashning to'g'riligini bilish jarayoni bo'ldi. 10 yillar ketdi mening anqirishimga. 2010 yılda ben 5. ayda bu hijablanishni qaror qildim. U oson bo'lmadi albatta. Men dastlab ishkilandim. Televiziyaga chiqishga boshlagan vaqtim deymi shu Erkin Asiyo radiosi televiziyasi. Xabar beradi-ku, haftalik xabarlar programmasi va boshqa programmalar. Şu bu hijabimni televiziyaga chiqqanda evitamdim. Yo'qda. Buni chekkanken ben almasligim kerak. Bu islom yo'lida yashashini o'zim tanlaganken şu bu yerda ta'sir qilgan birinchi narsa albatta shu hidoyat deb o'ylayman. Allohning roziligi uchun. Buni chekdim. Ikkinchisi, u mezgilda dal shu diniy bostirishlar haqida xabar ishlayotdim. Hemşirelerimizning, vatandagi hemşirelerning yog'liq chekin namoz o'qigani uchun turmalarga so'langanligi, yog'liqlarning julib ilinganligi, ko'ynaklarning ko'chalardan kesib tashlanib qisqartirilganligi degandek inson haqlari, tajovuzchilik harakatlarining avj olganligi, to'g'ri xabarlarni ishlash jarayonida shu Uyg'ur xalqining, qizlarining shu yog'lig'i ko'chalarda tortib ilingan shu qizlarning bergan intervyulari, bergan uchurlari menga ta'sir qildi. Shular shundoq bir zulm ostida turib, yana shu dinni, o'zining dini uchun, o'zining g'ururi uchun, o'zining aqidasini qo'g'dash uchun bu qadar jasorat qilgan edi. Men erkin bir davlatda turib, nima uchun buni jasorat qila olmayman? Uyg'urlardagi bu diniy kimlikning qanchalik muhimligini men nima uchun boshqalarga his qilg'iza olmayman deb bu ikki xil narsaning kuchi bilan men bu hijoblandim. Alhamdulillah. Ama hijoblanganlik sizning isl musulmon hammaga ya'ni itoat qiladigan bütün ish harakatingiz zodi ulgulik bir musulmon bo'lganingizning nimasi emas. Biz insonlar kunda o'rganish bir jarayon ekanmiz. Kunda xatoliklarimizni his qilmay va buni tuzatishga tirishmayman albatta. O'zimni va boshqalarni kechirishga tirishmayman. Deydigan u jannat ilqishqinda gunoh ishlamagan, ya'ni gunoh o'tkazmagan insonlar boradigan joy emas. Tövbe qilishni bilgan, tövbe qilishni o'rgangan insonlarning makoni deydigan. Shunga har birimizga shunday o'zimizni kechirib turib, Allohning mehribonligiga cheksiz ishinib turib, qo'rqish emas. Mehribonligiga ishinib turib, uning sevgisini bilib turib, shunday ilgirlab yashash fursati bo'lishini orzu qilmay, menga bak kuch qatdi bu. Bu xil islomni o'rganish jarayoni bu dinimizning naqadar go'zalligi. Mayli har qanday jihatda bizni, ya'ni bizga osonlik yaratadiganligini his qildim hamma jihatda, amaliyotda. Shunga buni faxrlanib turib chekdim va ekranga chiqish orqali boshqa Uyg'ur men uchun menga o'xshash ikkilangan hijoblanishni, o'zining diniy kimligini ko'rsatishdan qo'ringan, bundoqcha aytganda, o'z yashayotgan davlat hukumatlari, xalqlar va boshqalardan qo'rqib, Xudodan, Allohdan qo'rqib emas, boshqalarning ta'siridan qo'rqib musulmon bo'lmayotgan hemşirelerga bir ilhom bo'lsin dedim. Chegib chiqdim ekranga.
Albatta o'xshamagan fikrlar bo'ldi, to'g'riladi, talash tortishlar bo'lib ketdi. Buni xalqning meni sevganligidan deb o'ylayman, qo'llig'idan ko'rganligidan. Agar men hech kim bo'lmasam, ular ko'ngil bo'lmaydigan bo'lsam, qanday kiyinib chiqishim, nima deyishim bilan nima qari shundaqku. Shu ularning fikrlarini hammasini bir menga bo'lgan mening irodamni kuchlantirish, mening iymonimni kuchlantirishga bo'lgan bir imtihon olg'uchilar deb bildim. Mayli yaxshi fikr alay, mayli yomon fikr alay. İmtihan, bu imtihan deb hammada o'zimga sabr berdim. İnsanlarımız qiziq yeri, inson insondan savol so'raganda yaxshimisan, qanday ahvoling? Bundaq ig'ir kunda qolgan vaqtimizda, holing nechuk nima qilib beralaymi deb so'rashning o'rniga Alloh o'zining qulidan so'raydigan savollarni so'rab berdi bugungi kunda. Shundaqku. Amaliyotda hech kimning buni mening nima kiyishim, nima uchun kiyishim, nima deb kiyishim, qanday kiyishimni so'raydiganga haqqi yo'q va iymonimni so'roq qiladiganga haqqi yo'q deb qarayman. Har bir inson hammamiz Allohning oldida o'xshashmiz. Uni qilganlarimizga, aytganlarimizga baho berish faqat uning qo'lidan keladi. Biz qullar hammamiz o'xshashmiz. Shundaqmi? Shundan har qanday fikrdagi insonlarni kechirib etdim va hammasiga rahmat aytaman. Amaliyotda ilhom berganlari Alloh rozi bo'lsin. Ularga shu uning ajrini bersin. Imtihon olg'uchilarga, menga raqobat yaratuvchi fikrlarga, shu fikrlarni qiluvchilarga yani Allah rahim qilsin, osonlik bersin. Ben şunda xulaslay. Evet, yumuşak cevap verdiniz. Güzel. İnşallah. Çok rahmet. Alhamdulillah. İlham yerimizde çıktık bu doğru. Şuna qablı. Doğru. Bundan keyinki programımızın hamda hazır asta ağısıga kilovatımız. Bazı görürmelerimizin sualını meyle soray. Muşu bundan keyinki hamda siz ve belki xizmatdoshlar bilan suhbatlashgansizlar, paranglashib turdingiz. Bundan keyingi xizmat planinglar nima masalan gapda bu hamda balki yana aytib aytilishim mumkin, balki yo'l maqsanglar hamda mahkama bu narsa davom qilyapti deb angladik. Bu millatga xizmat qilish ishi bundan qanday davom qilmoqchi? O'zingiz aytgandek miki hamma narsa shunday hozircha. Shu. Endi xizmatdan bo'shatilganimiz bir reallik, bir haqiqat. Hatto bizning davolanish sug'urtalarimiz to'xtash oldida. Demak, shu nurg'un bir inson bo'lish sifatimiz bilan, bir Amerikada yashayotgan odatdagi bir fuqaro bo'lish sifatimiz bilan nurg'un raqobatlarga yuzlanamiz hozirdan boshlab. Sizlik qilish uyingizning pulini to'lamaslikdan, mashinaning pulini to'lamaslikdan, telefon, internet pulini to'lamaslikdan, hatto bolalaringizga tomoqni ustalga aklamaslikdan derak berdi Amerikada. Endi mush masalalarning hammasi bu raqobatlar turmush besini yüklandi. Bizning avatgan maoshimiz nihoyat odatdagi maosh edi. Boshqa axborot o'rinlariga selishtirganda faqat shu ya'ni normal yashash-chu. Turmush chiqimlarimizni hal qiladigan darajadagi normal bir maoshdi. İşinib tishinamoqdak. Endi bu to'xtatildi. Nurg'un turmush besimlarga duch kelamiz, ammo bu narsalar bizni irodamizni suldag'ini yo'q. Hammamiz hozir ya'ni o'zimizning to'pida aktiv bir-birimizning holini, ahvolini so'rab, yangiliklarni ya'ni to'g'riliq fikrlashib kelyapmiz. Yanıla ümidimizni üzmedik desem yağan emas. Yanıla mush radioni qaytadan asliga keltirdi va yoki Uyg'urlar uchun yana bir mushundaq bir organni qurib berish ehtimoli bor degan umidda biz, ammo bilmaymiz. Shu umid uchun tirishchanlik ko'rsatish bosqichida biz hammamiz tirishyapmiz deylik. Endi kelgusida nima qilamiz shuni qarab bo'ldi, ammo oldimizdagi eng muhim reallik masala turmush chiqimlarimizni qanday hal qilamiz degan uchun tirishyapmiz ham. Maşallah muxbirlarimiz mayli qanday kunda qolmasin, yana irodalikka, yana shu ishlab oilasini qamdayotdi. Ba'zilarimiz topolmadik. Ba'zilarimiz hatto bolalarimiz turmush ya'ni chiqimlarimiz, bolalarimizning chiqimlarini hatto davolanish masalasida ig'irchiliklar yuzlanishimiz mumkin. Ammo buni yengib ketishga tirishimiz albatta.
Allah hamimizga sog'lik bersin. Boshqa nima deya olmayman. Kelgisi to'g'riliq nol plan. Ammo men ijtimoiy taratqular orqali yana ovozimni chiqarganligimni, davom qilganligimni e'lon qildim. Bu mening faqat o'zimning shaxsiy, o'zimning ya'ni ijtimoiy taratqular orqali muhim temalarda uchiq yo'ruq ya'ni men bilan suhbatlashishni xohlaydiganlar bilan suhbatlarni davom qildirishni o'ylayman bir axborot organi sifatida emas. Faqat bir bundaq desak mungdashish fursati beray deb o'ylayapman. Onun planlarini tuzyapman, men tex boshlamadim. Shu inshaalloh undaq ijtimoiy taratqullari qancha ko'paysa shuncha yaxshi. Balkim biriga so'zlamaganlar yana birsida so'zlashni tanlab qilishi mumkin. Biz raqobatchi emas, hamkorlashuvchi bo'lishimiz kerak. Shu ijtimoiy taratqular usullarini qurayotgan Uyg'urlar hammasi bularni intayin jasoratlik taratquchilarchi. Bularning hammasiga men minnatdorlik bildirman, chunki hech qanday bir mablag' bo'lmay, bir muqim bir fondi bo'lmay turib bu bir qancha soatlik shu haftada ishimiz bir necha minutlikmi deylik bir suhbatni to'g'ri chiqarish uchun nurg'un ajr qilishga to'g'ri keldi. Material ko'rsiz, vaqtingizni ajratasiz, kuch ajratasiz, aloqalashasiz. Buning keyindagi nurg'un tayyorlik xizmatlari bo'ldi. Kuch sarf qilsiz. Shuni fidokorlik bilan davomlashtirib kelayotgan har biringlarga yana qayta tashakkur bildiraman. Bu ijtimoiy suhbatlarning bo'lishi bek muhim. Axborot erkinligining taraqqiyoti uchun intayin muhim. Biz axborot ya'ni erkinligini muxbirlar orqali yani tutib turolmaymiz. Onun da so'zlikchilar, fikrini erkin ifodalaguchilar bo'lishi kerak. Biz faqat to'g'ri savolni so'ray olsak kifoya. Hikoyalarni anlatishni xohlaydiganlar bo'lishi kerak. Bugun har bir Uyg'ur, ya'ni saqlanib qolgan, irqiy qirg'inchilikdan saqlanib yashayotgan har bir Uyg'ur tabarik Uyg'ur. Har bir Uyg'ur Uyg'urning qiyinini, g'ururini, orzu-armonlarini o'zi bilan teng ilib surayotgan mushundaq tirik hikoyalar, tirik kitoblar. Uyg'urlar ishimiz bo'sh vaqtida bolalarga o'zining hayotini so'zlab bersin, kitob yozsin. Yamsa anlasın sözleyemiyor, yani yazamayan takdirde. Şundan bu tarih saqlanishi kerak. Bizning texi irqiy qirg'inchilikda qolgan, yani irqiy qirg'inchilik uchirgan millat bo'lish sifatimiz bilan nurg'un savollarimiz taraqqiy qilmadi. Bir irqiy qirg'inchilikni yo'rtib bera oladigan yuqori saviyadagi bir hikoya, filmimiz chiqqan yo'q. Kitaplar chiqdi to'g'ri, o'xshamagan taraflardan yetarlik emas. Kunda necha minglagan kitoblar nashr qilindi dunyoda. Bu Uyg'urning kitobi yilda bir Uyg'urning kitobi chiqib qolgani bekmi qo'shib ketarlik ish emas. Dunyoning hamma yerdan chiqish kerak bunday kitoblar, chunki har birimizning hikoyasi ayrim, har birisini o'xshamagan shakllarda anglatish mumkin. Masalan, shu qirg'inchilikka uchragan jarayonni ko'z turadigan sahna asarlar chiqqan yo'q. Naqshimi tuzuk chiqqan yo'q. San'at jihatdanmi buni ifodalash, irqiy qirg'inchilikni ifodalab ko'rsatish shakli faqat so'zlash emas. Ya'ni san'at shakli bilan masalan rassomlarimiz ancha-muncha ko'rsatdi ba'zilari. Shunga o'xshash o'xshamagan sohalarda buni ko'rsatish ehtimoli bak cho'ng, cho'chiq. Buni izlanishimiz kerak, qizishimiz kerak. To'g'ri. To'g'ri. Albatta inshaalloh buncha xizmatlardan keyin inshaalloh bu siz so'zlab o'tgan masalalarning aniq suratda hal bo'lib bu millatga bo'lgan shundoq bir o'z vaqtidagi davr emas hamda har bir telefon va insonga bir televizor kanal sahibi bo'lgan egasi hamda bu tajribalar bu Xitoyni qaqshitish harakati to'xtovsiz davom qilish kerak, davomlashtiradiganligini ishonmayman inshaalloh. Hamda inshaalloh yuqorida butun program jarayonida butun bu nurg'un ijobiy nuqtalarni so'zlandi. Obyektiv bo'lishim kerak. Albatta millatimiz ichida hech qanday ishninki 100% qabul qilinishi, 100% ma ishoratni elishi mumkin emas. Lekin hamda bilgan hamda siz erkin holatda istiqlolga chiqishingiz albatta bu
iş bo'lgandan keyin ham mumkin bo'ldi-ku endi. Radioning taqalganligining bir yaxshi tarafi. Yani erkin aldı siz bilan so'zlashaldim. Xo'sh. İlgirimi ko'p qitim taklif qilgantinglar, men uning uchun kechirim so'rayman, chunki men degandek ba'zi bir cheklimlar bo'lganligi uchun bu Istiqlol televiziyasiga chiqishdan, yani chiqishga imkon bo'lmagan. Radioning taqilib kelishi mening fikr erkinligimga yo'l ochildi demak. Xo'sh. İnşallah bundan keyin hamma erkin holatda, hatto ko'ruvchilarimizdan birisi yozibdi, erkin bo'lmagan radio stansiyasida Uyg'urlar deb ifodalashga majbur bo'lgan bo'lsin, endi Sharq Turkiston deb atashma yangilik tuyuldi, muborak bo'lsin debdi. Menimcha afsuski, bu savol so'rg'ichining siyosiy, yani tushunchasining intayin ojizligini oshkorlab qo'ygan bir savol. Bir Amerika siyosatini, dunyo siyosatini tushungan bir inson bunday savol so'rmaydi. To'g'ri, chunki nurg'unlar tushunmagan ekan, hozirgacha hamda bek jiq anglaymiz-ku hamda hozirgacha. Balkim sizlar ham anglaydigansizlar. To'g'ri, faqat tanqidlashga gap topolmaganda nurg'un Uyg'urlar bu biz Sharq Turkiston dalamidi deyish orqali tanqidni nashrni sanchigan bo'ldi radiomizga, to'g'ri. Bunga men to'g'ri bir men javob berishni avarmi ilgari nurg'un qitim javob berilgan menimcha. Tekrar so'rab. Yana bugungi savollar so'ralibdi. Men yana qayta takrorlay, ikkinchi takrorlanishini umid qilmayman. Chunki men deganimdek radio Uyg'urlarning qo'li bilan ichilgan radio emas, shuning uchun Uyg'urlarning qo'li bilan taqalmadi. O'zingiz bilgandek. Albatta. Agar biz Uyg'urlarning kuchi bilan ichilgan radio bo'lsa, buni davomlashtirardik. Amerika hukumati tomonidan Amerikaning xalqining yig'ilgan bojlarining puli bilan qurilgan bir radioda sening Sharq Turkistonda deb buyruq qildiganga bizning haqqimiz yo'q, chunki Amerika siyosati qanday bo'lsa, Xitoy tutgan tashqi siyosati bu radiomi shu tashqi siyosatiga masalda menish kerak. Chunki hukumat tomonidan qurilgan va shart-sharoitlari shu Amerika siyosatining doirasidan chiqamaydi. Shuningga Erkin Osiyo radiosi muxbirlari Amerika hukumatining siyosiy mavqesini ko'rsatib vakillik qilgan bo'lg'ashqa, Amerika hukumati o'zining tashqi siyosatida masalan Sharq Turkiston dalamaydi, u vaqtida Xitoyga urush ochgan bo'ldi, uning birligini bo'lgan bo'ldi. Biz bu mustaqillikni qo'llagan bo'lamiz. Tayvan masalasi Amerika Xitoy o'rtasidagi eng chong ixtilof. Sharq Turkiston masalasi ikkinchi ixtilof bo'lib qoldi. Shunday emasmi? Shunga bu siyosiy nuqtadan aytganda bu radioda Sharq Turkiston deyish Amerikaningki bu davlatni, ya'ni Xitoyning bir parchasi emas deb e'tirof qilishni ifodalagan bo'ldi. Shuning uchun biz Amerikada qurilgan va Amerika hukumati tomonidan fond berilgan radio bo'lganligimiz uchun Sharq Turkiston demay Uyg'ur eli, Uyg'ur diyori deb oldik va hozirgi Sharq Turkistonni Sharq Turkiston deyishga qo'shilmaydigan Uyg'ur xalqimizmi bor? Shundaq-ku, Uyg'uriston deyish kerak, Uyg'ur davlati deyish kerak degan o'xshamagan ixtilofmi bor? Shu yuzdan ilgarki tahrirlarimiz, muharrirlarimiz nurg'un talash tortishlardan keyin Uyg'ur eli, Uyg'ur diyori deb olsak, bu joyning mayli ismini Sharq Turkiston qo'yamdiq va kelgusida boshqa ism bilan atilishdan qat'iy nazar bu Uyg'urlarning diyori, Uyg'urga tava degan texnik keng doiradagi, ya'ni hatto siyosiy o'rni bekitilmagan taqdirda baribir Uyg'urning joyi ekanligini ifodalaydigan bir so'z. Nima uchun buni anqiramaydi? Demakchi bu o'rin mayli hozir va kelgusi Sharq Turkiston deb atalsin va samsaq piyoz desin. Bu Uyg'urning eli, Uyg'urga tavajoy degan ma'no. Bu so'z amaliyotda bek so'yimlik so'z. Men shunga bu so'zni odatlanib qilishim shu. Sharq Turkiston degan bir hukumat tomonidan deyilgan so'z. Shunday-ku. Ammo bir millatning tavalligi sifatida aytganda bu diyor biz hamimiz tug'ilib cho'ng bo'lgan, hozir Xitoyning asarati ostida, ishg'oliyat ostida turayotgan bu diyor Uyg'urning diyori, Uyg'urning vatani. Shunday emasmi? Shunga mening qarshimcha bu so'z bek chiroyli deyilgan so'z. Agarda Amerikada va yoki boshqa dunyoning boshqa yerida Uyg'urlar o'zlari qurgan, o'zlarining fondi orqali qurgan bir radio bo'lsa, biz Sharq Turkiston, ya'ni albatta deyishga tayyor. Davlatimizning ochiq deyarli to'xtam. Albatta, lekin biz deyamidik emas.
biz Sharqi Turkiston deb ilingan dokladlarni shub etib berdik. Biz o'zimiz dalamizsaqmi Sharqi Turkiston tashkilotlarini o'zining ismi bilan atash orqali ifodaladik va Sharqi Turkiston deb so'zligichilarning og'zini yopmadik, qo'ydik. Biz muxbir bo'lishimiz bilan bir Amerika axborot organining muxbirining og'zidan chiqayotgan so'z shu davlatning siyosatini ifodalab qo'ydigan uchun, vakil bo'lgan uchun biz o'z og'zimiz bilan men Sharqi Turkistonlik dalamagan bo'lsaqmi radioda sirt joylarda faxrlanib turib men Sharqi Turkistonlik dedik va deb kelyapmiz. U kimligimizdan hech qachon voz kechmaymiz. Eng muhimi men Uyg'ur xalqidan, Uyg'ur tuprog'idan voz kechmayman. Keyin kelgusida uqmaymiz, bilet tashlash yana ovoz qo'yish to'g'ri qolsa u davlatning ismi agar Sharqi Turkiston qurilma deyilmay Uyg'ur davlati, Uyg'ur Cumhuriyati deb qurilib qolsa uchoqda bugun Sharqi Turkiston deb so'zlayotganlar to'xtab qolamda, u vaqtida Uyg'ur davlatiga qarshi chiqqanda unda shu vaqtning masalasida to'g'ridan. Shuning uchun kimlik tavalligimiz shu Uyg'ur deyadi. Uyg'urning eli undaqcha aytganda. Bu texnik keng doirada, texnik cho'nqir doirada. Bu atalg'udan boshqa bu masalan gayet güzel cevap verdiniz bu atalg'u meselesinde, bu vatanimizin meselesinde. Endi yillardan buyon hamda buni so'rayolmaydik, yo suhbatga taklif qilib sizlarni unday qilolmaydik. Men tam shu axborotchilik mush ishni davom qilgan yillar mobaynida albatta bizning bizga nurg'un fikrlarni, har xil fikrlarni beradigan ko'rmalarimiz albatta bor. Sizlarga masalan ijtimoiy ushur vositida noit ig'ir ayblab xabarlarni misol qilib turib, xalqimizning ichida muajiratdan vatandoshchilik uni qilolmaydi-ku. Sizlarga salbiy fikr beradigan, qattiq ayblaydigan bu turdagi kishilarga masalan qanday qaraysizlar? Aranglarda nimalarni deyishdinglar masalan? Uni tafsilotini nimasam bilasiz? Xitoy tarafidan terrorist degidek belgilar qo'yilib, urug' tuqqanlarimiz bizni jinoyat o'tkazdi deb ayblanib, urug' tuqqanlarimiz so'langan mushundaq bir muxbirlar ekanmiz. Bu fikrlar bizni nim qila oladi masalan. Bizning qalbimizda u sadoqat millatga, xalqimizga bo'lgan u sadoqat o'ti yinib turgan ekan, ancha-muncha kelib qolgan tukuruklar uni o'chirishga suv bo'lolmaydi deb qarayman. Ammo haqiqiy tushunga bilgan, xizmatlarimizning qimmatini bilganlar bizga ilhom berib ketdi. Hatto biz angladikki, radioning taqilib kelishini anglamay tashkilotlar, nurg'un kichik huquq tashkilotlari bilan birlashib Amerika hukumatiga arzlarni sunyapti. Bu radioni qutqizib kelish yoki Uyg'urlar uchun shundoq bir ovozni o'chib qolmasligi uchun bir organ ta'sis qilish haqida talablarni qo'yyapti. Bu sharoitlar yarbasi bo'ldigan ishlar. Shunga fikrga ahamiyat bo'ladi. Men ba'zi fikrlarni hatto seni o'ldirmaydigan hujumlarga uchirdim, xabarlarimning ostiga yozilgan Xitoy tarafidan, ya'ni qo'rqitish uchun. Endi xalqimizning sapa saviyasi kutgan umidi, talablari o'xshamaydi bizdan. Shunga biz hammani to'g'ri tushunamiz. Ya'ni yomon fikrlarni tozalashni bilamiz, yaxshi fikrlardan ilhom olishni bilamiz. Yetilgan muxbirlar shunday bo'lishi kerak. Bir insonning bir so'z bilan o'zining g'oyasidan yoki qilayotgan xizmatidan voz kechmaslik kerak. Bizni Xitoyning zulmi voz kechtirolmagan yerda boshqa hech narsa voz kechtirolmaydi. Ya'ni shuni deyman. Güzel cevap. Endi bir şey tugatsak, en ahirda bir peshqadam jurnalist bo'lish sifatingiz bilan bizga balkim bir fikrlaringiz bor deb shuni bilan tugatsak programmani. Uni ayrim paralashaylik. Abdulla Nayt, yaxshi ketyapsizlar. Ko'p rahmat. Fikrim yo'q, faqat bir so'g'atim bor. Bir qancha oy ilgari menga biri tam atlab ishqirdan tam atlab uchur qilgan biri aytdiki, Qashqardagi ba'zi bir voqealarni bildirgach, mendan Istiqlol televiziya stansiyasidagi muxbir akahadlarimga ustozlar salom ayting, biz sizlarni suyib anglaymiz, ko'ramiz dedim, hayron qoldim. Erkin Osiyo radiosi emas, Istiqlolni ko'ra olamsizlar. Voyada bizmi bilim olgan, xili internet ishlatishni xili bilimiz, tam to'soqlarni atlab deydi.
demoqchi ta'siri bo'ytibdi xalqimiz ko'ryapti ekan. Shu bundan sizlarning ilhom olishinglarni umid qilaman. Bu salomni sizlarga bugun yetkazib oldim. O'zim rahat bo'ldim. Ko'p rahmat inshaalloh. Ha, shuna qilib izchillik muhim yalqin. Izchillik muhim. Albatta, albatta. Rabbim inshaalloh nasib qilsin bu xizmatga ish qilib. Shuncha vaqt o'tgan bo'lsa, 2,5 soatni ishib ketdi deyman, ammo ko'rmalarimiz har 2 yoki nihoyatda ko'p inkaslar bilan qizg'in kayfiyatda ko'rdi. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Bugun mashhada bir oxirlashtirib tutsak, sizni bir vaqtda charchitib, fikringiz chiqmaydi deb o'tmayman. Nihoyat keng qushadi. Ichimni bo'shitib oldim men bu Abdulla. Ko'p rahmat sizga. Mashhada oxirlashtiraylik bo'lsa. Rahmat sizga inshaalloh. Ma'qul, xayr, xo'sh, Allohga omonat. Hammanglarga xushal kunlar yor bo'lsin. Qadrli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi bu suhbatimiz nihoyatda go'zal bir kayfiyatda davom qildi. Vaqtning qanday o'tib ketganini his qilolmay qoldik. Inshaalloh millatimiz uchun har ishning xayrli bo'lishini tilaymiz. Alloh subhanahu va taolo ömür verse yana bir qatimliq programmamizda boshqa bir temada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.